Assalamu alaikum, hürmetli kardeşler. Selamet yakıştırdınlar mı? Kasarat Monberg'e hoş geldinler. Hali oldu görüşemedik. Arada nurgun işler yüz verdi. Yaman işler bizge daim ba. Yaxşı işlerine ait az uçuraydigan bu kaldı müşküllerde. Yok İsa desek mi boludu ama ahir günlerde bizni hakikaten hayacan kısaladigan, hoşal kıladigan işler yüz verdi. Mesela deylik. Biz taza ümitsizlenip ruhsuz otlagan bir mezgilimizde Amerika'dan bir sada geldi. Yani Amerika Kengaş Palatası 9. ayda Uygur İnsan Hakları Siyaseti kanun layihasini ma'qullagandan keyin 13. ayının 3. günü Avam Palata hem bu kanun layihasini tasdiqladi. Yani birge karşı 407 avaz, yani 100% desek boludu. Amerika'nınki kanun ma'qullash sistemleri şu müşahit haberlerimizde dikkat qilib keldim. Bundaq yuqori prosent bilan ma'qullangan kanun layihasi ko'p emas. Bu ish bizni nihoyat xushal qildi. Umid tug'ildi qarindoshlar. Uzun o'tmayla Xitoyning ishti Shuhrat Zakir ekranga chiqib bizning vatanda emas, yani aksi Xitoyning poytaxtiga berib Beijingda bir necha hamrohlar bilan muxbirlarning kutilishig'ini o'tkazib, bizning vatandagi lagerlarning qamalganligi, taqalganligi, u yerga qamalgan odamlarning hammasining qo'yib berilganligini jakaladi. Yani Amerikada bu kanun layihasi ma'qullanib, uzun o'tmayla. Gerçi bu kanun layihasi yana azroq musofani besib o'tish kerak bo'lsa-mu. Masalan, Kengash palatasida ma'qullangan loyiha bilan Avam palatasida ma'qullangan loyihaning azroq farqi bo'lg'achqa, bu loyiha Kengash palatasiga qayta suniladi ekan. Ham bu yerdagi kichikgina o'zgarishni ma'qullikni o'tkazgandan keyin Kengash palatasidan keyin Prezident Trumpga imzolashga avatildi ekan. Prezident Trump bunday yuqori ovoz bilan ma'qullangan bir qonun loyihasini imzolamasa, o'zining qandoq ahvolda qolganini biladi. Shunga demoqchimanki, ishonamanki, ya'ni Prezident Trump bu qonun loyihasiga imzo atadi. Ya'ni Uygur nomidagi bu qonun Amerikada qonunlashadi ve bundan keyin Xitoydagi shu boshqa zulmlarga qo'shilib Uygur xalqi ko'rayotgan zulmni har yili tekshirib turish, undan prezidentga doklad yo'llash, maxsus Uyg'urniki ahvoli to'g'risida bir odam tayinlash, bir odamni xizmat qo'yish, shunga shu o'zgarishlar bo'ladi. Hammadan Xitoyning yuragini titratgan yeri bu qonun loyihasida bir qancha Xitoy amaldorining ismini yezib turib, ularni jazolash. Yani bunun ichida bu jazolash derken bu kafirlarniki hozir eng qo'rqadigan yeri o'zining iqtisodiy manfaatiniki bevosita ta'sirga yetishi, iqtisodiy ziyon tortishi. Yani Amerikadagi pul mollarining to'nlatilishi, o'zlarininki Amerikaga boramasligi, farzandlarining Amerikaga boramasligi va butun oilasidagilarning mol-mulkining Amerika bankalarida to'nlatilishi. Mushundaq ahvollar Xitoy eng qo'rqadigan ahvol. Shunga bu Shuhrat Zakir degan ishninki bir necha kun o'tmayla bu lagerga kirgan hammalarni qo'yib berdi, hamsi putadi deyishi bu qonun loyihasining Xitoyniki naqadar titan to'mirga tekkanligidan darak berdi. Endi bu haqda qarindoshlarimizniki inkoslar qanday bo'tdi? Men shaxsan qarindoshlarimizni nihoyat xushal bir kayfiyatda ishganligini ko'ryapman. Bunda xushallik bizda uzun bo'ldi, ko'rilmadi. Mush qatorda xushalligimizni o'rtoqlashish ham boshqa bizda ko'rilayotgan boshqa masalalar ustida ozroq suhbat elib berish uchun bugun ekranimizga Turkiyada yashab turayotgan qarindoshimiz Abdullah Qarajimni ekranga taklif qildik. Assalomu alaykum Abdullah Qarajim. Salomat turgansiz.
Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Özlerime barlı qarindaşlar hemmeyle salametli çaman turotamdı. Yaxşı, yaxşı. Allah'a şükür. Bugün baya degenimdek uzun boptu ki hamda bir hoşal haber doğrusunda qarindaşlarımız bilen söhbet qilmag'ili. Bugün uzun bo'ldi, men ekranda ochmag'ili. Bugün mushu bu hoşalligimizni o'rtoqlashish ham biz yana nimalarni qila olamiz degan temada siz bilan bir suhbat qilish uchun sizni ekranga taklif qildim. Vaqt chiqarib bu programmaga qatnashganingizga rahmat. Sizge hem rahmet. Abla Qaracım bilmedim nemishqa baya surat yaxshi chiqyapti. Hozir bu siz video qaytib oldi, ya'ni suratingiz bor, video bo'lmayotdi. Siz tarafda bir ish bo'lmaganda telefonda? Sizin avazınız bana lekin normal kelyapti. Sizden videonuz, yani suratınız bor da surat qaytib oldi. Bunun da bir sebep var mı bilmedim. Bayağı siz bilen sözleşkenimizde bunda ahval yok idi. Hani nima sebep oldu? Bunda olmaslık gerek idi. Sizde bir özgürlük bo'lganligini sezmagansiz? U yoqda internetin çatak çıktımı ya? Ya internet normal, ben ekran qarasam medrayapti mening telefonimda lekin. Shunday mı? Anda olsa suhbatimiz davom qilaveraylik, chunki qarindoshlarimiz ko'rib o'tirdi. Maqsad ovoz bo'lgandan keyin men arliqda siz so'zlayotganda videoni qayta tuzashga tirishim. Bu bay degandek shu qonun loyihasi ma'qullangandan keyin hamda garchi oxirida ozroq bir jarayonni bor bo'lsinmi, yana ammo cho'ng jihatdan menimcha chatoq chiqmaydi bu qonunning loyihaga olinishida. Biz Abdulla Qaracım uzundan necha yillar bo'ldi yig'lab yashab kelgan edik. Bundaq bir yaxshi xabarlarni anglamag'ili uzun yillar bo'libdiki. Arliqda bizniki qarindoshlarimiz bo'lgan Turkiyadan, musulmon ellardan umid kutdik. Bular bizning ovozimizni dunyoga yetkazib, BDTlarda bizning ovozimizni yetkazib, dunyoning diqqatini qo'zg'asa, Xitoy rezil qo'lini azroq bo'lsinmi Uyg'urlardan tortadi degan umidlarda o'tgandik. Afsus, musulmon ellardan bir sado chiqmadi. Aksincha bizning dinimizda bo'lmagan boshqa bir dindagi bir xalqlardan sado kelyotdi. Ham izchil shundoq qo'llashlar mushlardan kelyotdi. Bu qonun loyihasi yuqori degandek Amerikada asosan ma'qullangandan keyin siz turayotgan Turkiyadagi qarindoshlarimiz orasida qandaroq inkaslar bo'lyotdi. Bular orasida boya cho'qim men boya degandek nimishqa bizning musulmon qarindoshlarimizni kamida Amerikaga o'xshash g'arb ellardan kelyotdi bu destek bizga deydigandek sadolar bo'lishi nihoyatda normal. Bu vaqtda sizningki anglagan bilganlaringiz va o'zingizning his qilganlaringizni anglab qo'ysak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mag'ribdan mashriqgacha barliq Uyg'ur davosida qo'lidan kelgan imkoniyati bilan Xitoy zolimlariga qarshi kurashlarda tirishayotgan cho'ng kichik peshqadamlar, yoshlar, fidokorlar hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Alloh taologa cheksiz hamdlar bo'lsinki, Alloh taoloning va'dasi doimo haq ustida davomlashadi. Biz iymon keltirmayli, Allohning va'dasi doimo o'zining barhaqligini joriy qildirdi. Allah Teala o'zi ve tilkel ayyamu nudaviluha beynen nas. Zalimlar bilan mazlumlarning orasidagi g'alb nusratlarni biz almashtirib turamiz. Zalimlar hamisha kulmaydi, hamisha davron surmaydi, hamisha g'alba qilinmaydi. Mazlumlarga kun keladi deb Alloh subhanahu va taolo va'da bergan.
bu va'dalarni Alloh subhanahu va taolo amalga oshirib berdi. İnşallah taala texmi kamil mukammal bo'lg'isi bugungi xo'sh xabarlarda Amerika Uyg'ur kishilik huquq qonunidan boshqa Yevropa ittifoqi birdek holatda 9-chislar ularni ittifoqqa kelgan holatda Magnitskiy qonunining o'zini yurgizishning o'ziga birdek qaror ma'qulladi. Bu qaror ma'qullash Xitoyning ikkinchi qatim jenini elib, ikkinchi qatim chiyqirtib o'tadigan bir Xitoylar uchun shum xabar, mazlum Uyg'ur musulmonlari uchun bütün Sharq Turkiston tuproqlarida yashayotgan har bir jon egasi uchun inshaalloh taolo bu xo'sh xabar. Bu xo'sh xabarning oqisidan mümin musulmonlar hammamiz xo'shal bo'ldik. Turkiyadan bo'libmi mening shahid bo'lgan Turkiyadagi qarindoshlarimizning shahid bo'lganlari Turkiyadan Sharq Turkiston ulamolar birligi birdek yana buningga xo'shallik ifodalarini, tabriklarini bildirgan Xitoy zolimlarga, yolg'onchilikqa, kazzoblikqa qarshi bir turkum ulamolar birligi birdek bayonot berdi. Buningga xalqimizda bir xo'shallik bor. Uningdan boshqa Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwardagi qarindoshlarimiz mushu qonun ma'qullangandan keyin juma kuni namoz asr bilan namoz sham oraliqda Masjidil Haramda birlashib, birlikda duo takbir qilib, mushuningga ajr, emgak singdirgan barliq aziz qarindoshlarimizning salomatligi bu qonunning birinchi qadamda to'xtab qolmay, oxirgi mag'lubiyatga uchrab qolmagan holatda Alloh taolo buni g'albi nusratlik qilgan holatda rasmiy qonun bo'lib ma'qullanib, Xitoy zolimlarining o'zini so'roqqa tortadigan bir holatga kelishini Alloh taolodan tiladi. Biz ham tilovatimiz. Mazlumlarning ko'z yoshi yerda qolmaydi. Turkiyada yana bir ijobiy imkos. Bu qonun o'ttirib chiqqandan keyin Turkiya Buyuk Millat Majlisi, ya'ni Turkiya parlamentida CHP milletvekilleri, İYİ Parti milletvekilleri, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi qatarlıq partiyalarning a'zolari bu Uyg'ur qarindoshlarımızga Amerika qonun ma'qullab sahip chiqishdan burun Turkiya qonun ma'qullab sahip chiqishga tegishli edi. Biz kech qoldik, keyin qoldik. Ular millatdoshlikdan yiroq Uyg'urlardan, dindoshlikdan yiroq. Shunda holatda turib, ular qonun ma'qullab Uyg'urlarning manfaatini qo'g'dashga otlandi. Biz nima uchun kech qoldik buni degan sadolar oqib chiqyapti. Bugun bir necha millat vakillari yana so'z bildi. Bundan keyin yana Turkiya Buyuk Millat Majlisimi mushu qonunning o'zini qo'llash, yana Turkiyaning o'zini bir o'ziga yarasha, o'zining qo'lidan keladigan bir tadbirlarning o'zini qo'llanishga chaqiryapti. İnşallah taala zalimga qarshi mazlumning yanida Xitoylarning cho'pini yakamagan, Xitoyning yunus bilan jon baqmaydigan, yunxo'r emas, o'zining insoniy jasorati, insonligini yo'qotmagan, millatini yo'qotmagan, dindoshini yo'qotmagan mundaq bir holatga insonlarning hammasi xo'shal bu qonundan. Ammo bu qonun Xitoy ichidagi bütün Xitoylarni qiyqirtib, chiyqirtib, Xitoylarning cho'ng kichik hammasini sarasmiga selibetdi. Demak, bu qonunning haqiqatan inshaalloh kuchi zo'r bo'lishi kerak. Yana Hong Kong qonuni ma'qullangan vaqtda Xitoylar unda umumiyuzlik cho'ng kichik o'zining bütün aparatlarını cho'ng kichik yezi sahrog'ichilik hamma insonlarni buningga qarshi mashina odamlarini jo'ylatgan bir voqeatlik bo'lmagan. Ammo bu qonun chiqib bo'lguncha Xitoylar bütün cho'ng kichik hamma mashina odamlarining o'zida buningga qarshi tashviqotga o'tkazdi. Har qaysi tabaqa. Buningga yarasha Sharq Turkiston ulamolar birligi va uningdan boshqa barliq tashkilotlar inshaalloh taolo Xitoylarning o'ziga hammamiz ommaviy, shaxsiy yakka holatlarning o'zida qo'limizdan keladigan holatda qarshi noroziliklarimizni bildiryapmiz. Ammo Turkiyada bu qonun ma'qullangandan keyin Turkiyadagi Buyuk Millat Majlisi partiyalarning yordam berishi bo'lsin, Turkiyaning xalq ommasining Uyg'urlar harakatining o'ziga qayta bir ko'ngil bilishga o'ylanishda bo'lsin, texmi yuqori bir palla bosqich yaratdi deyishga bo'ladi. Texmi bu palla bosqich endi Yevropa ittifoqi Magnitskiy qonunini ma'qulladi.
Endi yana bu bir besim bo'lib, Turkiya Xitoyga qarshi qaysi qonunni ma'qullaydi, qaysi tadbirni oladi, Uyg'urlarga qo'lidan qaysi yaxshiliklarni qiladi, qilalaydi. Bu borasining o'ziga butun millat vakillari, aqamaqa har kuni bir necha millat vakillari, har kuni bir necha millat vakillari, partiyalar, tashkilotlar buningga ko'ngil bo'litish bir ahvoliga duch kelyapmiz. İnşallah taala bundan keyin texmo Uyg'ur musulmonlarining Mag'ribdan mashriqgacha ishlari hammasi yaxshi bo'lib ketgusi. Chunki bu Uyg'ur davosida ovoz chiqaralgan, chiqarilmagan vatandagi millionlarcha aziz qarindoshlarimiz ular Rabbini unutmaydi. Ular Rabbiga duo qiladi. Ularning duolarining ijobati bu zulmga uchurg'uchi mazlumlarning duosining ijobati cho'qim ijobat bo'ladi. Eliqo bizning xalqimiz Allohni tuniydigan bir xalq. Bir xalq zulmga uchurdi. U Yahudi xalq va yoki Xristian xalq. Allohni haqiqatan loyiqida tunimaydi. Ammo u nahaq zulmga uchrab, osmon tarafga qarab, "Menga bir yordam bersi bo'ladi. Bu zolimlarning jajisini bersi bo'ladi" deydigan bir nidosi o'ttirga chiqsa, Sahih-il Buxoriyning hadisida şu Yahudi Nasara bo'lgan, dinsiz bo'lgan Xristian, Yahudi her qanday zulmga uchraguvchi maxluqot bilan ularning nidosi bilan, duosi bilan Allohning o'ttirsida parda bo'lmaydi deydi. İnşallah Taala Xitoylarning o'zini bu mazlumlarning ko'z yoshi bo'g'di. Mazlumlarning ko'z yoshida halok bo'ladi. Buning ishonchimiz komil. Bununga nisbatan Uyg'ur xalqining nurg'unlagan tirishchanlik emgakleri ketdi. Bununga bekçek bedel ketdi. Bekçek qon ketdi. Bekçek mazlumlarning jonlari, mallari ketdi. Kechikkan bo'lsa-mu inshaalloh taala bu xo'sh xabar bizga keldi. Bu xo'sh xabarni inshaalloh taala Allohim hammalar uchun mukammal voyaga yetgan bir g'albilik xo'sh xabarga aylantirib bersin. Buning uchun Amerika tuproqlarida urilishib qolgan, makallashib qolgan qarindoshlar yana davomliq zerikmay, tirikmay harakat qilishga muhtoj. Uningdan boshqa Yevropa ittifoqi mushu erkin holat namoyish qilsa qila oladigan, da'vo qilsa qila oladigan, Xitoy zolimlariga qarshi har qanday faoliyat bosib bora oladigan rayonlarda iqomat bilan, panolik bilan, yeşil kartlı bilan urilishib qolgan mushu qarindoshlarning majburiyati har birimiz aşı vatandagi mazlum xalqning ovozi, ahuzori biz. Bu ahuzori uchun hammamiz qo'limizdan keladigan imkoniyatlarda tirishimiz, duolarimizda tirishimiz, sabablarda tirishimiz, bütün qo'limizdan keladigan namoyish, guvohlik, Xitoylarning jinoyatlarini fosh qilish, Uyg'ur xalqimizning dardini anglatish, bularni anglatgan vaqtda qaysi davlatda turgan bo'lsak, shu davlatning davlat tilida. Yüzümüzge yüzümüz emas. Biz yüzümüzning dardini yüzümüz bilib, so'ngaklarimizdan, ruhlarimizdan o'tib ketdi. Qaysi davlatda yashagan bo'lsak, shu davlatning tilini bilishimiz kerak. Shu davlatning ona tilida dardlarimizni cho'qim anglatishni to'xtatishga bo'lmaydi. To'xtatib qo'yishga bo'lmaydi. Buning bilan bu xo'shallik bilan biz bo'shab ketishga bo'lmaydi. Texmi qattiq chingishimiz kerak. Chunki Amerikada turayotganlarning panoligi bo'lsin, Yevropada turayotganlarning panoligi bo'lsin, Turkiyada turayotganlarning panoligi bo'lsin. Bu panolik bekorga kelgan panolik emas. O'sha vatanda qon yutayotgan, so'langan, o'ltirilgan, jigarlari sug'urilgan, tirik turib istiqollari sug'urilib o'ltiritilgan, shu vatanda qurbonlik bergan, qonning ichida ingrayotgan qarindoshlarimizning bedeliga kelgan panolik. Bedeliga kelgan nupus, bedeliga kelgan o'ltiraqlashish. Şunlaşqa biz erkin dünyada turupmu şu mazlum xalqning ovozi bulanmay qolib qolsak, ularning siyosiy aşı mazlum xalqning zulmini destek turib, olgan siyosiy panoligi, qutqizish haqqi, shu davlatda yashagan bütün yaşam imkoniyat, hayotlari, ichgan suvlari, yegan nonlari hammasi harom ularga. Shu imkoniyatdan yashab, yana shu mazlum xalqdan qo'rqib, mazlum xalqning ahuzoriga ovoz bo'lishdan qo'rqqan bo'lsa, ularning har qaysi davlatlarda uxlagan uyqusi harom, yemiki harom, ichmiki harom, hayoti harom, hammasi Allohga xiyonat, payg'ambarga xiyonat, ash mazlum xalqqa xiyonat bo'ladi. Shunlashqa Alloh subhanahu va taolo bizni
o mazlum xalqlarning ovozi qilib bersin. Mazlum xalqning ovozi bo'lishdan ular uchun qo'limdan har kuni nima keladi? Nima qila olayman? Bir narsa yoza olamdimi? So'zlay olamdimi? Duo qila olamdimi? Va yoki shular uchun bir iqtisodiy qiyinchilik bo'lsa hal qilib bera olamdimi? Bu borasida davomli izlanadigan, qo'rqmas, jasoratlik Uyg'urlardan qilib bersin. Bo'lib bizda hozir shu Uyg'urlarning o'zida Xitoylarning jinoyatlarini pash qilishda bir qo'rqinish kayfiyati bor. Xitoylar hozir shu malaikadek, kiramen katibindek, naq maydonda yozib turdigandek, bilib turdigandek, bilsin nima qila oladi? Shunda eskartib qo'ygim kelyapti. Masalan, Yevropada Asiya Uyg'ur xonim Xitoylarning o'ltirish tahdidlari, o'ltirib jasadlarini axlat sanduqiga tashib etish tahditlariga qaramasdan Uyg'ur xalqining ustidagi zulmlarni pash qiladigan, Xitoylarni qaqshatquch zarba beralaydigan 24 sahifalik bir xabarni ta'minlagan. Bizning Uyg'urlarda shundaq Osiyalardan minglagan Osiyalar chiqish kerak. Minglagan Sumayyalar chiqish kerak. Xitoylarning tahditlari bizni bo'y agdirib qo'ysa bo'lmaydi. Xitoylarning tahditlariga, unda gap so'zlarga, unda bir narsalarga bo'y egadigan mundaq odam kirib ketib vatanga lagerlarda yashsin. Biz bu chet elda Alloh bizni qutqizdi. Dushmanga bo'y egmisin, bosh egmisin. Dushman bilan qarama-qarshi bulapma hozirgi davrimiz tashviqot urushi ekan. Tashviqot urushiga atlansin degan ne'matni Alloh subhanahu va taolo bizga berdi. Masalan, bizning tashviqotimiz chet elda Xitoyga qarshi tashviqot qilayotganlarni Uyg'ur xalqining 10% dan yuqori mo'ljalligida bo'lmaydi. 90% bu tashviqotdan yiroq. Ammo bu 10% dan ortiq bo'lsa, chet eldagi muhojiratdagi %10% qarindoshlarimiz Xitoyga qarshi qo'limizdan keladigan imkoniyatni tashviqotlarda intilyapmiz. Ammo biz tashviqotlarimiz nihoyat ojiz. Dangliq medialarga olib chiqilgan tashviqotlarimiz nihoyat ojiz. Mushu biz xizmatimizga, hayotimizga ko'ngil bilgandek, o'zimizning shaxsiy bir oilamizga ko'ngil bilgandek, 8 soat, 10 soat, 12 soat ishlagandek, bu xalq uchun bu da'voga 8 soat, 9 soat, 10 soat vaqtlarimizni chiqarib ishlayilgan vaqtimiz, ishlayilgan shaxslar nihoyat oz. Barmoq bilan sanag'odak bo'lishi mumkin. Biz da'volarimizni fidoyi, haqsiz qildik. Bizning da'voyimizda maosh yo'q. Bizlarning da'voyimizda tahdid borkanki, bizning da'volarimizda hech bir maosh, bir narsa kamidi. Ammo Xitoylar mushu chet el tashviqotini bosirish uchun davlatlarning medialarini setib olish, muxbirlarni setib olish, chet eldagi tashviqotlarni yo'qqa chiqarish, o'zining ichidagi shu qonxo'rlikni qonunlashtirish borasida Xitoylar tashviqot urushida qadam-qadam mag'lubiyatga uchradi. Birinchi qadam Xitoylar lager deydigan bir narsa yo'q deb yolg'on aytdi. Buning faktlar o'ttirib qo'yilgandan keyin Xitoylar eng oxirida buni sahna yasab, buni e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Bu lager emas, bu tarbiyalash markazi deyishga majbur bo'ldi. Yana bu tarbiyalash markazi emas, u turmuning vahshiy turmusi. Ashu Gitlerning Yahudilarni qirg'in qilgan vahshiy qirg'inchilik lageri ekanligi orqa faktlar bilan isbotlangandan keyin Xitoy zolimlari Amerika Uyg'ur kishilik huquq qonuni chiqish bilan billa yana qo'rqinishdan Beijingda Shuhrat Zakir degan haramliqning o'zi Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'inida 3 million Uyg'urni qo'yibetdik dedi. Ammo bu rasmi desa chet eldagi butun Uyg'urlarning mening oilamni qo'yib o'tibdi deydigan oiladan 300 oila chiqmasligi mumkin. Bo'libmi mening yo'q. Har qanday oilasi qo'yib o'tilmadi. Biz chet eldagilar 3 million Uyg'urni qo'yib o'tdik deganligining o'zi Uyg'ur xalqining kallasida shubhi paydo qilyapti. Ularni qo'yib o'tdik degani ishkillarga yo'tkab olib ketish, ularning ichki a'zolarini elib, setib, ularning o'zini o'ltirib, yo'qitib bo'lgandan keyin, lagerda adam bo'lmagandan keyin qo'yibetdik deb bundoq oldidimi? Qo'yibetgan bo'lsa, bular nega qo'yib o'tildi? Qani bizning tutilgan diniy, fanniy ziyolilarimiz, korxonachilarimiz nega ketdi? Bularni ekranda ko'rsatsin.
chet eldekiler endi Xitoylar qo'yib degandekin bütün urug' tuqqanlari, ota-onalar, bolalar tutilganlar resimlerini ilib xalqaro media tashviqotlardan mening ma tuqqanlarim qo'yib o'tilgan bo'lsa, bular nada deydigan so'roqni intayin kuchli qilishga tegishli bir bosqichga yuzlandik biz. Şunlaşqa bundan keyinki mushu bizning hozir sizlar biz qo'llanayotgan bu tashviqot gerçi tashviqot bo'lishi mumkin. Bu tashviqot hozirgi zamonning zamonaviy urushi. Sal qarashqa bo'lmaydi. Tashviqot urushi. Shunga bir davlatda g'alaba qilmoqchi bo'lgan prezident bo'lsin, podshoh bo'lsin, tashviqot vositasi medialarni qo'lida kontrol qilib turdi ekan. Tashviqotni kontrol qilinmagan hech qanday prezident g'alaba qilinmaydi ekan. Her bir davlatning tashviqot ministerligi bo'ladi ekan. Şuna dünyanın en çok küçük teşvikattan, şuna teşvikatlarda bütün muşu canlıq yayın kıldıqanlar, her qaysı Xitayga karşı turvatkan alimlar, ziyaliler, yaşlar, her qaysı sahani teşvikatga canlıq çıkıp, sillima bunaq yoqab ketgancha emas, kündü bir neçe aktif ziyalilarni, yani teşvikatga çıkıp turishlarni ümid qilaman. Bütün teşvikat sahasidagi canlıq yayınga ega bo'lgan qarindoshlarimiz cho'qim Xitoyga qarshi faoliyatlarni, tashviqotlarni, filallarni, yangi loyihalarni, yangi taqobil turish usullarining o'zini jiddiy o'rtaga qo'yish kerak. Bo'libmi, mushu Amerika Uyg'ur kishilik huquq qonuni chiqqandan keyin Ankara buyuk elchisining g'altisi bir Xitoy chala turkchada bir bayonot e'lon qildi. Uyg'urlarning tutib olgan odamlari yo'q. Uyg'urlarning biror ishi yo'q. Biror ishi bo'lib qapqasi bizning oldimizga kelsin, biz hal qilamiz dedi. Emniyette Xitoylar bu yerda hech kimning pasportini necha yil oldu. Bu yerda yashayotgan Uyg'urlarning 50%dan ziyodasining pasporti to'shab ketgan. Oldu pasport yo'q. Tug'ilgan bolalarga pasport berilmadi. Tutilib ketgan urug' tuqqanlarning hammasining so'roqi qilinmadi. Mana Xitoy konsuli shunday joylab chiqqandan keyin Turkiyadagilarning qiladigan faoliyati aşı Xitoy elchisining oldida bütün to'shab ketgan pasportlar, pasport berilmagan ballari, tutulup ketgan urug' tuqqanlarimizning resimlerini berib, "Hey Xitoy, qani bizning ballarimiz emisi? Sen Uyg'urlarning shu biz qipirimiz da'vatdan qanima anamni bir chiqib be, singlimni chiqib be, ayolimni chiqib be, balamni chiqib be" deyish orqali u Xitoyga qarshi turish majburiyati Turkiyadagi tashkilotlarning ustimizga tushgan bo'ldi. Bu vaqtda to'g'ri gap qildingiz qarajim, bu tashviqot to'g'risida, ya'ni o qonun loyihasi bitgan bilanlar hamish tugagani yo'q. Yana qiladigan nurg'un ishlarimiz bor. Bu yerda boya sizmi deb o'tdingiz, bu chet ellardagi mayli Yevropa, Amerikadagi bo'lsin, mayli Turkiyadagi bo'lsin, qarindoshlarimiz bugünkidek xotirjam erkin turmushi, vatandagi ashu qonzor yashayotgan xalqimizning qon tari badiliga kelgan. Ya'ni oz bo'lmagan odamlarniki jinining badiliga kelgan. Undan ekan bizniki shu chet elda yashayotgan qarindoshlarimizniki har doim shu qarindoshlarimizni ko'z oldimizga keltirib turib, bugungi shu yashayotgan erkin nafas ilib yashayotgan kunimizning ashalarning qoni joni badiliga kelganligini her zaman esimizga olib turib, yana nima qilishimiz kerak bundan keyin deganga javob berishga tirishimiz kerak. Bu vaqtda afsus hamda bizningki qarindoshlar orasida yanada azroq passivlik ahvoli azroq desak bo'lmaydi. Boya sizmi dedingiz, balkim bu tashviqot bilan shug'ullanayotgan aktiv dunyoga o'zining dardini anglayotganlar 10% yetmaydi deb haqiqatan mushtaq ahvolda. Mesela ben ba'zi qarindoshlarniki ahvolini ko'rdim, hayron bo'laman. Mesela o'zining bevosita qon qarindoshlari, mesela ota-onasi, hadi singillari, aka inilari lagerga kirib ketgan turib, necha yilning yog'i uning javobini ololmay turib, ashunda qon zor yig'lab bir bulunga kirib yig'lab o'tayotgan bir jur'at yo'q masalanda. Bu hamda bunda ahvollar mesela tushuniksiz, mesela bizga nisbatan tushuniksiz. Oldi bilan chunki o bir odamning ota-onasini mesela
Bevos tuqqanlarni birisi kirib, hech munosabatsiz akirib tortib, urib so'qib, o'ltirib birini qilsa, ovoz chiqarmaslik bu bir insonga nisbatan normalsizlik. Ammo afsus aramizda shunday ahvollar mavjud. Manga kelganlarmi bo'ldi, aka mushta ahvollar bo'ldi. Qanday qilay? Chiqib degim bor, ammo qo'rqima. Masalan, dadamni kirib ketganda, men chiqib so'zlasam, opamni kirib ketamo. Yoki dadamni opamni kirib ketganda uyimda bir kichik inim qolib qoldi. Men bu ota-onamniki dardini anglatsam dunyoga, inim nima kirib ketamo, shuni o'qib o'tiryapman deb shu qo'rqinish bilan o'tirg'i chiqarmayotgan qarindoshlarimiz osonda emas. Hozirgacha bor. Xeyli bor bularniki. Ammo baya sizni aytdi, yaxshi ta'bir berdingiz. Bunda qilish insonga mos kelmaydi. Ham sizning yegining, ishkining, hatto nafas ilishingmi harom deb bu nayati yaxshi bir tushuntirish bo'ldi. Chunki o qarindoshlarimiz qo'rqib o'tirgan qarindoshlarimiz sizning shunday yurak so'zlaringizni anglishi kerak. Undan boshqa ba'zi qarindoshlarimiz bu aka bugun kimni ziyorat qilyapsiz deb so'rabdi. Men beshada endi Abdulla Qarajim Turkiyadan deb o'tib ketdim. Mening o'yimda endi sizni mutlaq ko'p sondagi Uyg'urlar biladi. Endi ekranga burun siz chiqqanmi chiqmagan bilmayman. Ammo sizning WhatsApp'larda va Facebook'larda bo'lsin, sizning yurak so'zlaringizni uzildim. Men garchi sizdan bugun tunji qatim ko'rayotgan bo'lsam-mu, sizning qilayotgan gap so'zlaringizni burundan anglab qilayotganda men jiq Uyg'urlar sizni taniydi debla Abdulla Qarajimni ekranga taklif qildik deb o'tib ketdim. Qaraganda yana ozroq sizni qisqacha bir tanishtirib o'tsak bo'lgan o'xshaydi, chunki ashta savollar tug'iladi. Siz mening bilishimda siz shu Ulamolar birligining a'zosi bo'ldingmi? Ya a'zosi emas hozir. Shularning do'sti. A'zosi emas. Ha, tamom. Ammo aperayotgan faoliyatlaringizni shu xalqimizni shu Ağbay degandek shu guvohlik berishga chillash, mardonlik bilan o'ttirg'i chiqishga chillash va haqni so'zlash, islomiy jihatdan tushuntirish masalan bu ishlarni-da. Bu haqda nurg'un to'pimiz bo'yotidi, anglab qavatimiz, Alloh rozi bo'lsin. Endi bayaqindagi masalan xalqimiz orasidagi passivlik to'g'risida to'xtaldik. Endi siz dinda o'qigan bir hojim bo'lish sifatingiz bilan diniy jihatdan ko'proq savol so'rashim mumkin bugun. Chunki bizning xalqimiz hammasi Allohdan qo'rqadigan mo'min musulmonlar har ishini islomniki o'lchamlari bo'yicha olib berishga tirishadi. Endi islomda men gerçi toza yaxshi bilmasam-mu, mening bilishimda islomda Qur'onda shunday deyilganki, agar sizning davlatingni, vataningni bir zolim bossa, besib kirsa, onun qarshi jihad qil, uni vataningdan qo'g'lab chiqar deydi ekan. Ham hayotingda bir zulmni ko'rgan hamon sen sukut qilma, zulmga qarshi maydonga kelib chiq degan tashabbus qilindi ekan. Agar unda qilmasang, bu gunoh hisoblanadi ekan. Ya'ni zolimning sheriki bo'lgan hisoblanadi ekan. Endi bu zulmlar, bizga qilayotgan zulmlar inson tarixida ko'rilmagan zulmlar. Yahudlar kam ko'lamda qirildi, ammo Yahudlarmi bizda qirilgan emas. Ya'ni Yahudlarning uylariga Hitler o'zining SS nasistchilarini birdan saplagan emas, uyga berib, o'yda yotsa, erlarni men tutib ketdim, ayollar bilan yotsa, xalqini qilsa degan darajada razillashgan emas. Ammo Xitoy Yajuji Majujilari inson ishonmaydigan, insonning aqlini olmaydigan mushu darajada zulm qilyapti xalqimizga. Undaqda siz mushu diniy jihatdan mushu zulmdan qo'rqib titrab o'tirgan ba'zi qarindoshlarimizga bir aniqlama bersangiz. Endi biz inson bo'lish sifatimiz bilan insonlarning hammamizning qalbida o'zimizning qo'rqinishi bo'ladi. Bu davoni ikki xil odamdan tashkil topgan davo deyishga bo'ladi. Yillardan beri uzun yil bu davo sepida izchil davomlashib kelayotgan bir da'vogarlarimiz var. Onundan başqa mushu o'zining oilasi, urug' tuqqanlari bevosita ziyon zahmatga uchragandan keyin oila intiqomi bilan bu da'voga kirib kelganlar hozirgi ko'p sonliqni egallaydi desak bo'ladi. Endi mush sizdan so'ragandek mendimmi urug' tuqqanlari tutilgan,
ota-onasi tutilgan, qarindoshlari tutilgan, guvohlik bersam tehi anam barkan dadamni tutibdi, dadam barkan anamni tutibdi. Akam barkan inimni tutibdi, ayolim barkan balamni tutibdi degandek, onimi qo'shib tutib etamiki deydigan xavf xatarlar mavjud bo'layotdi. Bu hammalarning kallasida. Ammo biz realligimizga, shularning ahvoliga, hamda tutilganlarning ahvoli nima bo'ldi? Nadin nagiva deydigan real xabarlarga qaraganimizda chet elda uning tuqqini, do'sti, da'vogar bo'lganlarning o'zini Xitoylar zaharlab o'ltirib o'tmayotdi. Xitoylar ularning ichki a'zolarini elib setib o'tmay, xalqaro da'voda ularning hisbini berishga majburlanyapti. Ularni ayirib, ularni ichki a'zosini ap setib o'tishga bo'lmaydigan, zaharlab o'ltirvasi bo'lmaydigan ularni ayrim solayotganlik xabarlarini ilyapmiz. Ammo chet elda urug' tuqqanlar yo'q. Bo'simi guvohlik berganlar yo'qlarning o'zini ayirib, ularni eng ig'ir iskanjigda, qiyin qistoqlarda qiynash, ularning ichki a'zolarini elib setib o'tish, ularni zaharlab o'ltirib o'tish qatorliq ziyon zahmatga Xitoylar mushuni ayirib uchratayotganlarga shohid bo'layapmiz. Buni ko'plagan vatandan kelgan xabarda bizga yetkazyapti. Shunga chet elda onasi, dadasi, urug' tuqqanlari turib, aşı vatanda tutilganlarning ustidan guvohlik bermay ular o'ltirilib ketgan bo'lsa, ularning balasi dadasining qotili bo'ladi. Onasining qotili bo'ladi. O'zining qarindishining guvohligini bilinmagan bo'lsa, qarindishini o'zi o'ltirguchi qotilning sheriki bo'ladi. Chunki u guvohlikni bermaganlik sababidan dadil adil qo'rqinishni cho'rib tashlab, guvohlikqa otlanmaganlik uchun ularni Xitoylar yuraklik buning so'riqini qiladigan yo'q ekan. Buning chet eldan xalqaro tarafdan ularning iztirikini qiladigan odami yo'q ekan deb ularning o'ltirishga paket sharoit hozirlab bergan bo'ladi. Shunga mushu lagerda tutilib ketib, guvohlikqa chiqmay o'lib ketgan oila a'zolari bo'lib qolsa, mu chet eldagi urug' tuqqanlar shu oila a'zolarining Xitoy bilan o'xshash qotili. Qiyomatda Allohning oldida ular o'sha Xitoy bilan o'xshash sen guvohlik bergan bo'lsang, onangning jigirini, dadangning jigirini ap sotamaydi Xitoy. Qarindishingnikini ap sotamaydi. Sen guvohlik bermaganlik uchun ular zaharlab o'ltirildi. Ichki a'zolar elinib setildi degan paketlar bilan Alloh taolo chet elda guvohlik berolmaydigan holatda bermi, shu Xitoyning qo'lida o'lishga tashlab qo'yganligi uchun Xitoy u qotil, ularning guvohligini yushirib bermaganlar qiyomatda Xitoy bilan o'xshash bir sapda qotillar safiga tizilib chiqadi. Bu intayin qo'rqinchli jinoyat. Şoňlaşqa biz bu guvohlikni bermagan vaqtda ba'zanlarimiz onamizning, ba'zanlarimiz dadamizning, ba'zanlarimiz qarindoshlarimizning qotili bo'lib chiqishimiz mumkin. Chunki Alloh taolo Qur'onda "Vattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Alloha shadidul iqab." Allah azaplığa vaqtda bir bandini umumiyizlik şu azapqa qarshi harakatga o'tmagan, şu azapqa qarshilik bildirmagan, şu azapni yengib, şu zolimlarni mat qilish, şu zolimlarni yer tishlatishni birlikda harakatga o'tmay, zolimlarning zulmiga sukut qilgan, men mazlum deb turgan insonlarni Alloh o'sha zolim qilguchi zulm bilan o'xshash barobar jazolaydiganligidan xabar berdi. Şoňlaşqa Uyg'ur musulmonlarining qotili Xitoylar emas, shu Xitoyga qarshi turishdan qo'rqqan qo'rqinchoqlar hammasi zolim. Ota-onasining guvohligini bermaganlar zolim. Urug' tuqqanlarning guvohligini bermaganlar zolim. Do'stlarining guvohligini bermaganlar zolim. O'sha Xitoyga qarshi turishdan qo'rqqanlarning hammasi zolim. Qiyomatda Alloh ularni Xitoyning sepida o'xshash jazolaydiganligidan xabar berdi. Allah saklasın. Bunda vaqtda bizning ziynimiz teqim eshib ketadi. Biz bu ikkili dunyoligimizni yo'qotib qo'ysak bo'lmaydi, aziz qarindishim. Shunga chet elda urug' tuqqanlarimizning guvohligini bilishdan qo'rqash, Xitoy bilan billa ota-ona urug' tuqqanlarimizning jigarlarini ilib, sug'urib setish bilan Xitoy bilan hamkorlashganlik, ularni o'ltirishga hamkorlashganlik, ularni Xitoylar bilan zaharlab o'ltirish bilan hamkorlashganlik bilan barobar. Alloh sizlarni bizlarni muhojiratdagi qarindoshlarimizni bu paskashliklardan saqlab qolsin. Amin. To'g'ri, demakki
bu xalqimizdagi mushunda qo'rqinchli o'tgan qarindoshlarımızga diniy jihatdan bir tushuncha berishni aytib muhimdi. Ya'ni qilayotgan ishlarimiz gunoh hisoblanadi. Ya'ni zulmni o atrofimizga tonish bilishlarimiz emas, o'zimizning bevosita qarindoshlarimiz, ota-onamiz, hadi-singillarimiz, aka-inilarimizga qilayotgan zulmni ko'rib turib, yana sukut qilish, aşı zalimga hamkorlashganlik bilan o'xshash jinoyat hisoblanadi ekan. Diniy jihatdagi aniqlamasi bu. Qarajimdan angladik qarindoshlar. Shunga bizning qo'rqadigan haqiqatan eshitmamiz qolmadi. Nimamiz qoldi hozir? Issiq jinimizda boshqa eshitmamiz qolmadi. Xitoy hamma narsamizni egallab bo'ldi. Hatto yotqinimizgacha kirdi bu nijislar. Uyg'urning ichidagi boylarning hammani sababsiz tutib tugatdi. Mallarını musadir qilib bo'ldi. Diniy olimlarimizni akirib, urdiganni urib, o'ttirdiganni o'ttirib birga apirib bo'ldi. Haliqi bir munofiq, haliqi bir turpanliq munofiq, bir mazmunmi, imommi nima bir ishni chiqarib qo'ydi, imom deb. Aslında Xitoyning po'qini yeb, Xitoyniki partiyani bizning jamoalarimizda partiya nima deylab turib so'zlaydigan atalmish imomlarni imom deb chiqarib qo'ydi. Melimiz qolmadi. Ziyolilarimizni akirib ketdi, masalan, Toshpo'lat deyib o'xshash, ammo o Xalmuratga o'xshash bizning davlat ziyolilarimizni akirib ketdi. Hozirgacha xabari yo'q. Hozir o Xitoy uch qashqarli davlatida sen qul deydi. Men nima qilsam qo'ytimasin deydi. Ya'ni turmalarga shu atalmish tarbiyalash markaziga lagerlarga kirib ölüp ketken adamlarımız az emas. Koyup berilgandan keyin uzun bo'lmay ölüp ketganlarimiz az emas. Hatta o'zining qarindoshi ölüp ketibmi yana guvohlik berishdan o'zining qochirgan qarindoshlarni hamda nima desak bo'ladi uni men tushunmadim shaxsan. Ammo hozir bayna oyoq deb o'tdik, Amerikada qonun loyihasi ma'qullangandan keyin ish tugmadi qarindoshlar. Chunki mana Sho'kta Saqir degan ish chiqib ekranda bütün dunyoga nomus qilmay o'tganda 90%ni qo'yib berdik deganda hamda 100% hammasini qo'yib berdik dedi. Ammo bizning qarindoshlarimizni qilayotgan sado nima deganda qani qo'yib bergan bo'lsak mening qarindoshim degan sado qilyotdi. Mana shu ishni davom qilishimiz kerak qarindoshlar. Ya'ni ba'zi qarindoshlarimiz to'g'rida still no info, ya'ni hozirgacha xabar yo'q, xabar olmadim qarindoshlarim degan faoliyatlarni boshlabdi. Undaq bo'lsa hozir Xitoy xalqaro besimdan qo'rqib, "Men qo'yib berdim, hozir lagerda odam yo'q" degan ekan. Undaq bo'lsa, bizning lagerga ketgan qarindoshlarimizning suratlarini, videolarini chiqarib turib, Facebookda, Twitterda, YouTube'da, mushunga o'xshash ommaviy tarqatqularda shu qarindoshlarimizning rasmlarini, videolarini ko'rsatib turib, "Sho'kta Saqir, sen qo'yib berdim" degandan. Unda bo'lsa, "Ma qarindoshim qani?" deganni davom qilishimiz kerak. Bu ishlar javob berganga qadar. Mushuning o'zimi da'vo, mushuning o'zimi ovoz chiqarganlik qarindoshlar. Chunki hozir programmaning beshida deb o'tganimizdek, bu Amerika Avom palatasida ovozning yuqori ovoz bilan 99%, 100% ovoz bilan o'tgandan keyin qonun loyihasida ozroq o'zgarish bo'lg'achqa mazmunida bu kengash palataga qaytarildi. U yerda qayta tasdiqlanishi kerak ekan. Tasdiqdan o'tgandan keyin Prezident Trumpning oldiga kelsa, Prezident Trump uningga imzo atgandan keyin bu qonun bo'ladi. Uni hech kim o'zgartira olmaydi. Amerika, butun Amerika xalqi, butun Amerika hukumati buni ijro qildi degan gap. Mushu jarayongacha biz nima qila olamiz deganda qarindoshlar. Voy qarajimmi deb o'tdi qayta. Anda xus qo'yib bergan bo'lsam mening qarindoshim qani, mal qarindoshim qani deganda davom qilaylik qarindoshlar. Keng ko'lamlik. To'nog'im qo'qdim. Opamni akir ketganda uni pash qilsam dadam nima akir ketarmi deb qo'rqdim. Ota-onamni akir ketganda uyimda bir inim qolganda, ota-onamning rasmini chiqarib men guvohlik bersam, inim nima akir ketarmi deb qo'rqdim. Hozir o Xitoy necha sir davatida hamma qarindoshimni qo'yib berdim deydi. Unda o'zi mening qarindoshim nerede deb so'rash yaqinga bordi qarindoshim. Shunga
Bundan keyin qilgan ishimiz mushu Amerikadagi bu loyiha, qonun loyihasi rasmiy qonunlashish bo'yicha bizning yana qiladigan nurg'un ishlarimiz bor qarindoshlar. Mushu yoqda moslashmasak bo'lmaydi. Endi qarajim bu yuqorida qonun haqida bir aqır to'xtaldik. Hem siz Türkiye'de yaşayotgan bir diniy olim, bir qarindoshimiz bo'lishimiz bilan men shu Turkiyadagi qarindoshlarimiz to'g'risida azroq savol so'rag'im keladi. Chunki chet eldagi shu diasporadagi Uyg'urlarni nazarda olsak, O'rta Osiyoda milliondan ortiq qarindoshimiz Uyg'ur bo'lgandan sirt, Uyg'urlar eng ko'p ya Turkiya. Bo'libmi shu Uyg'urlar bo'lgan keng ko'lamli zulm boshlanib ketgandan keyin Turkiyada bo'libmi Istanbuldagi Uyg'urlarning soni birdan oshib ketdi. Buningda men bu İstanbul'a yaqinda berib keldim. Ba'zilar deydi 40-50 ming Uyg'ur bor deydi İstanbulning o'zida. Ba'zilar deydi 20-30 ming deydi, mayli qandaq bo'lmasin. Shu Zaytunburun deymiz, Shafaqo deymiz, shu Uyg'ur mahallasiga aylanib ketganlar yerlarni ko'rdim. Qadamda bir uchrab turdik Uyg'ur. Bu Uyg'urlardagi men endi Yevropada yashayman. İstanbuldagi shaxsan meni ko'rganim, İstanbuldagi Uyg'urlar asosan mayli qandaqli bir qavm bo'lmasin, ma'lum bir qoral orqali kontrol qiladi o'zini, yoki qonun bilan, yoki din bilan va yoki boshqa o'zlari chiqargan qoida qonunlar bilan. Endi bizning İstanbuldagi qarindoshlarimiz asosan menga bergan ta'siri bir xil islomiy yo'lda ma'qul ekan. Islomningki o'lchamlari bo'yicha o'zlariga talab qo'ydi ekan, ham boshqardi ekan. Ben ko'rishgan qarindoshlarımızın mutlaq ko'p qismidan shunday bir ta'sir oldim. Hamda bu bay degandek O'rta Osiyodan qolsa, Turkiyada shu qadar ko'p Uyg'ur qarindoshimiz bo'lgandan keyin, shu qarindoshlarımızning rolini joriy qildirish bu nihoyat muhim bir ish. Masalan, deylik, abayqindek Amerikaning qonun loyihasini qonunlashtirishi, Yevropadagi qonunlarning yangi chiqqan qonunlarning ma'qullanishi, masalan Magnitskiy qonunining Amerikadan Yevropadan tasdiqlanishi deganga ishlar, mushta ishlar ovoz hammasi Uyg'urning ovozi bilan bo'ladi. Ya'ni Uyg'urning ovozini chiqarish uchun bir sistemalik harakatlantirish kerak Uyg'urlarni. Shu necha 10 ming, masalan 30-40 ming deyli, 20-30 ming deyli, shunchalar ko'p Uyg'urlarimiz sizcha shu biz umid qilgandek to'g'ri yo'lda ketyapti, yaxshi boshqarilyapti. Ya'ni bay degandek bir diniy tus olganki, bu yerda qarindoshlarimiz islomiy yo'lda ma'noga ko'pincha. Sizcha mushlarning mutlaq ko'p qismi to'g'ri yo'lda ketyapti? Bular to'g'ri boshqarilyapti ya'ni. Türkiye'nin vaziyeti siz kelgan bo'lsangiz biroz tunishingiz mumkin. Men turayotgani 6 yil bo'ldi. O'rta Osiyodan qolsa Uyg'urlarning eng ko'p rayoni Turkiya. Kona, Yeni va hokazo bo'lib 100 ming atrofida Uyg'ur bo'lishi mumkin. Ba'zan namoyishlarda zo'r ko'lamli namoyishlarda 7-8 ming, ya'ni 10 ming kishigacha namoyishlar mavjud bo'layotganligiga shohid bo'layotimiz. Ama Uyg'urlarning shu Turkiyadagi vaziyati shu 2 yil bilan 3 yil oralig'ida yaxshi ketib beryapti. Ularning ma'rif ishlari bo'lsin, har sohada cho'nglar, kichiklar, ayollar, har sohaning o'ziga yarasha ma'riflar ichilyapti. Ammo Turkiyada Uyg'urlarning qiyinchiligi 2 xil qiyinchiliklarga duch kelib turyapmiz. İqomat masalasi. İqomat masalalarida ba'zan Uyg'urlarning iqomat elish huquqi cheklangan, ba'zanlar to'ng'itib qo'yilgan, ba'zanlarga javobsiz berilmagan. Mushu holatlarda soni balkim bir amaning oldi keyinda chiqamdi. Ya'ni iqomatsiz Uyg'urlarimiz bor. Iqomati qo'lga tegmayotganlar bor. Bu yerning sharoiti o'ziga yarasha. Ba'zan Uyg'urlarning ishi o'ngishli bo'lsa, ba'zanlarning o'ngishsiz bo'layotdi. Mushu sabablardan Uyg'urlarning bu yerda Xitoydagidan xotirjam, O'rta Osiyodikidan xotirjam, ammo Yevropa tuproqlaridagidan bir oz tuvarroq.
muhit mushundaq turyotidu. Onundan başqa Türkiye'de yani iqtisadi krizis var. Mesela bu yerde ailesinde bir işlese 12 saatten 15 saatgacha haftada dam apqapqası yakshanba kuni alalaydı, shanba dam ololmaydi. Mushundaq holatlarda ishlash bilan 1600, 1800, 2000 liragacha ishlash orqali bir oilani uy ijarasini, tok su pullarini eng tuvan darajada yashay oladi. Şoňa iqtisadi krizismi Uyg'urlarni nihoyatda qiynayotgan bir masala. Buningga tashkilotlarmi o'zining qo'lidan kelgan imkoniyat doirasida iqomatlarni oson qila oladigan sharoitda oson qilish, nufuslarni ola oladigan sharoitda elishni yo'l menish, 2, 3, 4 bolalar bilan qolgan ayollarning yani uy ijarasidagi yemek-ichmaklardagi qiyinchilikni hal qilish masalalarida kuchayotidu. Ammo mushu ikki qiyinchilik besimidan Uyg'urlar bu yerdan kun siri her kuni Yevropaga ketish dolqini tehi pasaygini yo'q. Her kuni netçilgan 10, 20, 40, 50 Uyg'urlar Yevropaga ketyapti. Çünkü u yerga ketayotganlarning asosan iqomatlar to'xtab qolgan, iqomat berilmagan, ba'zilar iqomat elinganlarmi bo'lishi mumkin, uzun vaqtlik iqomatlar bo'lishi mumkin. Ular iqtisodiy krizisga duch kelgan. Hem bu yerning masalasida Uyg'urlarning o'zimi diqqat qilmagan vaqtning o'zida Xitoylarning bevosita chaqimchiligi va yoki Xitoylarga ishlaydigan g'alchilarning chaqimchiligi va yoki mashhadi chaqib tuttirib so'litib talaydigan bir xil qari kuchlarning chaqimchiligi sababidan Uyg'urlarning ishqilib tutilib ketish masalalari bir ay to'xtab qolgani yo'q. Şoňa her bir Uyg'ur tutilib ketib qolsa, buningdan necha ming Uyg'ur tang qo'qash bilan Yevropaga ketish bosqichlariga bir qo'zg'aladi. Yana bir Uyg'ur tutilsa, necha yuzlagan Uyg'ur bu yerdan ketish sabablarini hozirlayotdi. Mami ketmesem meni tutib ketgidek. Nima bilan tutib ketadiganligini bilmagan sababidan her bir Uyg'urning mushu tutilishi tugamagan sababidan yana her bir Uyg'ur tutilsa Uyg'urlarning bir qitim ketish, her bir Uyg'ur tutilsa yana bir Uyg'urlarning Yevropa tarafga chiqib ketish mushu dolqunlari masalasi mavjud bo'layotdi. An buningdan yaqinda xabaringiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Qachoqchilarmi mushularga yo'l tap berman, kimi desab qo'yman, arpilan desab qo'yman, tamujnida adam badi o'tkazib qo'yman degan bir xil buning quyumchilari ham tang mavjud bo'ldi. Şoňa Türkiýedäki Uyg'urlarning sharoitlari nüfusları, vatandaşlıkları bağlarının inşallah taala işlese 8 saat, 10 saat işlese hayatını, yüzünü yaxşı ötküzüp gidereydi. Siz degendek Türkiye'deki Uygurlarının yani bana Müslümançılığa ehemmiyet berdigan, namaz rozalarga ehemmiyet berdigan terpi en tüven bolsa 90% Uygur yani dinül İslam'dan içinde yaşaşını halaydı. Ama bularning içinde 5-10% yana yüzü Müslüman, anda mükemmel dini prensip ahlakları yok, mükemmel dini prensip, dini kaideler bilen yani çemberçes bağlanıp ketenmegen Türk'ümdeki yeni bir Türk'üm karindaşlarımız mı hem mevcut. Ulam yaşavatıdı. Çünkü bu yerdeki qarindaşlarımızın ahvali O'rta Osiyodagidan bir az yaxshi, vatandakidan yaxshi, ammo Yevropa tarafdagidan iqtisodiy sharoitlarda ham Uyg'urlarning mutlaq bexatarligi tarafdan, ya'ni Yevropadagidan bir daraja tuvan sharoitda yashayapmiz deyishga bo'ladi. Yana ba'zan aktiv siyosiy harakatga o'tgan yoshlarmi Xitoyga aktiv qarshi turganlik sababi bilan tahdidlarning uzilmasligiga sabab bo'layotdi. Tutulup ketishga sebep bo'layotdi. So'nglashqa ma Yevropadagidek andaq izchil kech kunduz davomli Xitoyga qarshi chiqqandek mandaq chiqish sharoitlar yana havorai klimati, muhit sharoitlari yor bermayotdi. Ma u yetarlik emas. Ammo namoyishlarning o'ziga hamma yerda qonuniy tartib bor. Qonuniy tartiblarni ruxsat olib chiqishi mumkin. Qonuniy tartibsiz undaq hech qanday bir inson idora qilayotgan davlatda o'z oldiga ish bo'lmasligi mumkin. Ammo qonuniy tartib namoyishlarning o'zimi tasdiqlari
ayda, yılda elinişi nait tez. Ancak teşkilatlarımızda nurgun karındaşlarımız teşkilatlarının üzü mandaq çağda namoyish qilmadi, mandaq çağda qilolmadi, qilishga tegishli degan besimlarni ham chuydirib atgan masalalarga duch kelyapti. Lakin ularning qilg'isi yo'qmi desa, albatta qilg'isi bor. Ammo ularni oldi bilan iltimos sunib, iltimosi tasdiqlanib, o namoyishning o'rni, o maydini, uni boshlangandan tortib oxirlashtirishga berilgan vaqt sharoitlarga rioya qilish kerak. Tıxı alıqda 1-2 yıl halatda Uygurlarga mutlaq namoyish qilish ruxsatlari berilmagan ekandik. Bir mezgil turib qolgan vaqtlarmi ham bor. Ammo ma 2 yilning ichida Allohga shukrlar bo'lsin, hem bu yerdeki nurg'unlagan Uygurlarni suydigan tashkilotlar, yerlik parlament vekilleri, millet a'zolari, o'zimizning tashkilotlari, Sharq Turkiston ulamolar birligi, Ma'rif jamiyati, Milliy Majlis qatorliq mashadagi nurg'unlagan tashkilotlar yaxshi da'volarni ketyapti. Hem bu yerdami sürgün hükümetning ikki sho'basi yana Turkiyada birlashgan bo'ldi. Türkiye'de yine sürgün hükümetin iki şöbesi birleşkendiğin keyin bu, yani bulamı öz aldığı boğan, yani sürgün hükümet namadan boğan teşvikat faaliyetlerimi canlanamatıdır inşallah Teala. Tamam. Endi men bu so'lni so'rashimda men o'zim Urumchida cho'ng bo'lgan. Istanbulga xeyli yillar bo'libdi bormag'ili. Mushu Uyg'urlarni ayt ko'p bo'lib ketdi. Uyghur mahallalar barpo bo'ldi. Hozir ba'zi rayonlarda masalan Zaytunburun, Safakoy deganda keldi mangsan xuddi Urumchininki Do'nko'rik atrofida mangandek his qilsa, o'zimni degan gaplarni anglagandan keyin men o'z ko'zim bilan ko'ray deb bordim. Borgandan keyin haqiqatan Safakoyda men turgan rayonda haqiqatan Uyg'urlar qadamda uchrab turdi ekan. Do'konlarni ichibdi, masalan kompyuter yasash do'konlari, telefon yasash do'konlari, navoiyxona, oshxona, sayohat shirkatlari, hatto har xil kasblarni qilayotgan qarindoshlarimiz bor ekan. Ya'ni Uyg'urlarning naqadar tirishchan bir millat ekanligini ko'rdim, suyundim. Ya'ni Istanbulda men yashagan xeyli yillar İstanbulning naqadar tasligini bilaman. Ya'ni mana men degan erkakni chiqirtadigan ya, o ya'ni qattiq tirishmasa, jambaqil bo'lmaydigan ya. Ana aşağıda bizden qarindoshlarimiz belki yordamga tayinib olmay, o'zlarining kuchiga tayinib, o'zining halol emgaki bilan yashab ketibdi. Ammo menga ba'zi g'ayriy ahvollar ko'rildi. Masalan, vatanda 30 necha yil yashab men ko'rmagan ba'zi g'ayriy ahvollarni ko'rdim. Masalan, az bo'lmagan ayollarni ko'rdimki, o qaysi millatning kimligini agar ovozdan olsa belgilamaydi. Chunki beshidan oyoqgacha qop-qora kiyinyapti, hatto qop-qora palak kiyibdi, qo'lini uchini ko'rilmaydi ekan. Bular matiq arablar o'xshaydi debdimi? Keyin qarasam, men Uyg'ur bolalar bilan paranjish qilgandan keyin ba'zilari kulib dedi, ba'zilari qaynab dedi, endi ba'zilari qo'llab dedi. Har xil ideyatlar bor ekan bu. Endi kimning qanday kiyinishi albatta har odamning o'zining ixtiyorida. Ammo Uyg'urlarda men shaxsan ko'rmagan. Vatanda bundoq beshidan oyoqgacha qop-qora kiyinib olgan odamlarni men ko'rmagan. U yerda ba'zi inlarim dedi, Kispil dediki, aka shu qop-qora kiyimlikni ko'rsangizlar, Kisplar Uyg'ur desangiz bo'ldi deydi. Mustaqillar aka, ular bilan paranjish baqqan bo'ldim. Bular ba'zilari deydiki, men Alloh uchun yashayman, bu dunyoda men Alloh uchun yashayman. Men bütün hissiyatım cennetga kirish, uningdan boshqani bilmayman deydi. Unda bo'lsa qayrinishim dedim. İslamda jiq farzlar bor ekan. Sizning oilangizdan shu lagerlarga kirib ketganlar bormi desam bor deydi. Unda bo'lsa siz jannatni o'ylab yashamsiz yoki shu zolimga qarshi shu qarindoshlaringizning ovozini yetkazishmi bir farz deb qaramsiz desam, Xitoyni ait kuchli, onunla tank kelib bo'lmaydi. Nim qila olaydik? Uni qantim men shu bir bulon kelib namozimni o'qib, jannatni tilab o'tay deydi. Bu ahvol menga g'ayriy tuyuldi. Chunki abay sizmi tushuntirib o'tdingiz, musulmonlarning burchi haqida, ya'ni zolimga qarshi turish, zulmga qarshi turish haqida qilgan harakatlari, ish harakatlari haqida tushuntirib berdingiz. Ya'ni o'zlarining bevosita qarindoshlari shu qadar zulmga uchrab turib, zolimga qarshi harakat qilmaganlik, zolimga sherik bo'lganlik,
dediniz. Andaq bolsa muşundaq ideyada otagan bir bulunga kirip öyle 5 vakt namazdan başkını bilmeydigan, talagımı çıkmaydigan, kapkar kiyinip algan muş kıyındaşlarımız cennetni oylap oturuptu. Andaq bolsa men gepim tuzurak adam sizden bugün bir cevap alsam. Muşuda cennetke kire alamdı? Bu siz Ürümçide yaşapsız. Men vatanimizden Ürümçi, Xoten, Qashqa, Uqulja, Qumul, Tarbaqatay, Turpan bulab men bizning rayonimizda 119 nahiye şehirge bardim men. Muşu bizning vatanimizda Ürümçi qatlaamidin kinki bir vaqtlarda Uyg'urlarning diniy itiqodi bir kuchiyish, ya'ni diniy da'vatlar kuchiyish bir bosqichlarga duch keldik. Bu masalalarda aşı siz ko'ygan qora kiyimlik ayollar bu yerga chiqib qora kiyim kiyib qolgan ayol yo'q. Esingizda bo'lsin. Vatandan chiqib chet el muhiti bilan moslashib qora kiyim kiyib qolgan Uyg'ur ayol bo'lmasligi mumkin. Bu Uyg'ur ayollar shu qora kiyimini qo'llariga palay kiyib, yüzünü yögeçtin ibaret bu örpü adeti ba'zilarga ata-buvimizdan tatib konu qadimi örpü adet jamat xarakterlik meros qolgan. Ba'zilar dindar, 5 vaqt namoz o'qiydigan olim ulamolar tabaqasi vatanimizda mushundaq yashashning o'zini dinimiz bilan yaxshi yani ayollarni fitna fasoddan yiroq tutish muhitining o'zida yashashni tashabbus qilg'achqa dinimizning urf odati musha holatda yashadik. Shu ayollar mashaga chiqishdimi mushundaq o'zining islomiyat, o'zining nomahram a'zolarini yot erlarga ko'rsatmagan holatning o'zida yashash orzusi bilan chiqqan. Mushu besimga uchragan. Bu Xotenga borgan bo'lsangiz siz Xotenda taxminen aş bazarga kirgan ayollarning yüzünü yögeydigan ayollarning 50%ga yaqinlashib qolgan muhitlar bo'lgan deyishga bo'ladi. Xoten, Qarqash, Keriya bu rayonlar. Ya'ni Qashqa yakalladimi siz biz Qashqa yakallarga borgan bo'lsangiz, mushu Qushnajim deb qo'ydi. Diniy zotlar, imomlar, xatiblar, dinda o'qiganlarning oil tavobatlari yana qara emas, to'romal tashvaldigan bir örf odatimiz var bizlarning. Buning tarixi nihoyat uzun. Bular ashu odatlar bilan mashaga chiqib, yana Turkiyaga chiqqandan keyin Turkiyaning muhitida qor kiyimini yo'qotib qo'ymagan ayol %10% chiqishi mumkin. 80-90% ayollar Türkiye'nin modasına düşüp asta rangli kiyiş, asta başka tiplerde kiyiş bilen Türkiye'de qor kiyim kiyish ko'payib qolmoqlik hozir aziyib ketyapti. Aziyib manyapti. Ammo mushu Türkiye'de namoyish bo'lsa, Türkiye'nin namoyishlariga diqqat qilgan bo'lsangiz, Xitoylarga qarshi turishda shu namoyishga chiqqan ayollarning %90% shu qor kiyimlik ayollar. Şu yüzünü yögüp algan ayollar. Asası Türkiye'deki namoyish Xitoyga qarshi faoliyatning hammasida ba ayollar, aşı qora kiyim kiyib algan ayollar, aşı yüzünü yögüp algan ayollar Türkiye'deki namoyishlarning faoliyatlarning eng oldida. Ama Türkiye'de bir o'xshamaslik, Türkiye'de yeni zamonaviy moda kiyinib algan, chachlari uchoq İslami kıyafetden mehrum bo'lgan ayollardan Xitoyga qarshi turayotgan ayollarning bir tashkiloti, guruhi namoyishda mındaq tipdagi ayollarimizdan 10 ming kishilik namoyishda mındaq tipdagi ayollardan 100 ni uchratqili bo'lmaydi. 10-20si chiqib qilishi mumkin. Ya'ni Turkiyada Xitoyga qarshi turayotgan asosiy faoliyatdagi, cho'ng kichik faoliyatlardagi ayollar hammasi shu yuzni yog'ib olgan yoki qora kiyim yoki boshqa kiyimlar bilan yaşayotgan dindar ayollar. Ama ayollarning ustida ning mecburiyeti, yani ning itaat mecburiyeti var. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin ayol 5 vaqt namazını o'qib bersa,
kiyim keçeklerini İslamiyet'e muvafık giyip verse, irinin emrini anlasa, o cennetin 8 cennetin halıqını kirip gitidi. Halıqını kireleydi. 8 cennet undaq ayallarının tallışı sunuludu deydiğen İslami hükümler var. Ama Türkiye'deki ayallar siz degендek qara kiyim kiyiviliş bilen birlikte Xitayga qarşı faaliyetin betaraf turvagan ayallarımı hem buluşu mümkün. Anda köp sanlıq emas. Ama Türkiye'deki muş qara kiyim kiyvagan ayallarının aile boyunca Xitayga qarşı bolgan keyfiyeti Türkiye'ni asas kılıdı deyişki buludu. Eğer Türkiye'de namayış şu qara kiyim kiyvagan ayallar yoki ularning erleri çıkmasa, Türkiye'de 500 kişilik namayış teşkilleyemeydi Uygurlar. Tamam. Endi mening demoqchi o'g'lim men u yerda borgandan keyin ayrim paranglashgan bo'ldimda ashtaqlar bilan. Maliki tashviqot bilan shug'ullanayotgan birisi bo'lish suhbatim bilan bular qandoq bundoq o'zgarib qoldi, nima o'ylaydigandu deganni maqsad qilib ularla ayrim paranglashgan bo'ldim. Şu jarayonda isqonlarimni sizdan so'rdim. Ya'ni men diniy bilimim yo'q hisobi. Şuna bular cennetni ko'zlab yashaydiganlar borki, jannatga kirsam bo'ldi. Xitoy yalmog'iz kuchlik uningga tankaga bo'lmaydi. Uningga kuchimiz yetmagandan keyin qila olamiz. Allohdan tilab o'tadiq. Namoyishlarga chiqdingizmi desam yo'q deydi. Tutilib ketgan qarindoshlaringiz to'g'risida guvoh berdingizmi desam qo'rqaman deydi. Bana gayret tuyuldu şahsen. Şuna elbette onun kiyinişi özünün işi. Benim hiç kandak bir nimem yok. Yani andaki insan bulmamda, andaki insan bulduğundan hakkım yok. O, her kimden kandak kiyinişi özünün işi. Fakat ben sizden soruğunum. Muşu kıvatkan işi doğru mu? Yani bir bulunğa kirip namaz bilerle ötüp Allah'tan tilap bir işini emeli bir erkek yok mesela. Aylıqınandek, siz beşili dep ötkendek zalimga karşı hareket kılmasa, zalimning şirki bo'lib qoldi, bu bir jinoyat dediniz beşida. Onda muşu gapni aşılar anladımı, aşılar sındıralıydı özüge. Yani demek ki bu Türkiye'de şu kadar köp Uygurumuz varken, bularning kuchini joriy qildirish, bularning kuchidan foydalanish nihoyatda muhim. Muştaq holatda shu qarindoshlarimizga mushu ideyaning to'g'ri xatoligini bir aniqlab berish, ularga bir tushuncha berish muhim deb o'ylagash, ya'ni shuning ideyasi bo'yicha ashta o'tasi shu jannatga kira olamdi, o'zi shu umid qilgan shu jannatga kira olamdi deb sizdan so'radim bu savolni. Siz boshqacha shaklda javob berdingiz, ya'ni ama onun javobini beshida berib bo'lgansiz. Ya'ni sen özün üçün cennet tilab o'tdag'ing bilan zalimning zulmiga qarshi ish harakat qilmasang, sen zalimninki sherik hisoblansa bu bir jinoyat dedingiz. Shunday qilayman. Tamam. Doğru. Tamam. Şiddet bizning içimizde er olsun, ayol olsun, siz degandek bir adam yüzünün cennetga kirishi bilan g'ana tirishadi. Başka qarindoshlar cennetga kiramdi, do'zaxga kiramdi, kari yo'q. Üzülüm cennetga kirvasi bo'ladigan mundaq filan loyiha dinimizde cheklangan. Buni Uyg'urchada shaxsiyatchilik deb ataymiz. So'nglashqa jannatni shaxsiyatchilik ustiga qurilishning o'zi to'g'ri emas. Payg'ambar alayhissalatu vesselam o jannatni o'zining shaxsiyatining ustiga qurolmagan. Payg'ambar alayhissalatu vesselamning Taifga chiqib tayoq yeyishlari, Payg'ambar alayhissalatu vesselamning nurg'un mushkulotlarga duch kelishi o'zining shaxsiyati uchun emas, o'zining shaxsiyati uchun bo'lsa u payg'ambar mangu davza harom qilingan 8 jannatning xoliqida yashay oladigan payg'ambar edi. O payg'ambar hayotining oxirigacha bütün insaniyet bilan cennetke ortak kirishga tirishdi. Bütün insaniyetni cehennemden saqlab qilish, cennetke billi kirli deb harakat qildi. O peygamber hayatı boyunca ümmetim deb yaşadı. O peygamber kıyamette tirilgenning o'zidan yani ümmetim deb yaşaydı. Ümmetim deganning o'zi hozir Uyg'urlarda ümmetni tushunmaslik bir meselesi var. Ümmetim degan Uyg'urchasi xalqim degan bo'ladi. Ümmet deganning arabcha ufqimi Allah Teala Kur'an'da iştnimi bir ümmet, işeknimi bir ümmet, hernimi bir ümmet, bütün mahlukatlar pitmi bir ümmet, paşimi bir ümmet.
Şolaşqa Peygamber aleyhisselam hayatı ahırgıcı xalqim, aş Resulullah'ın ümmetim deganning uyg'urchisi xalqim deb o'tgan, xalqini o'ylagan, xalqini zulmdan qutqizishni o'ylagan payg'ambarning ummati. Allah tarafidan kelgan 124 ming payg'ambar hammasi zolimga qarshi. Aş 124 ming payg'ambarning hayoti bo'yicha atbagan kurashi kim bilan bo'ldi desa, mazlumlarni qutuldirish, zolimlarga qarshi turish bilan oxirlashdi. Peygamberimizden 23 yıllık hayatı boyunca mazlumlarni qutuldirish, zolimlarga qarshi turish bilan cennetke umum yüzde kirish bilan, xalqi bilan birlikda kirish bilan hayatı o'tdi. Şunu bu dinimizde bir adam mellam cennetke kirib olsam, xalqim, anam, dadam, qarindoshlarım cennetke kiremdi, do'zaxga kiremdi, o'zining ishi degan bo'lsa, o Resulullah'ning layoqatli ummati emas. Resulullah'ın layakatlik ümmeti cennetke hem qarindoshlarının bahriman bo'lishini o'zini arzu qiladi. O'zining cennetke kirishni o'zining shaxsiyati qilib olmaydi. Shaxsiyatdan bu xalqning, bu islom ummatining, o'zining musulmon bo'lgan millatining manfaatini o'zining shaxsiy manfaatidan har doim ustun qo'ya oladi. Xalq manfaati uchun o'zining shaxsiy manfaatini qurbon qila oladi. Eksince xalqning manfaatini o'zining shaxsiy manfaatiga qurbon qilish cheklangan bir xalqmiz. Şolaşqa cennet o'zining shaxsiyati bilan emas. Allah xolisa, Allah iroda qilsa bir bandini, eng fosiq bir bandini bir amali bilan Allah cennetga kiritishga qodir. Bir adam o'zining amallariga, ibodatlarga, ilmiga, xizmatlarga, nasablarga tamanno qilgan bo'lsa, uning jannatga kira olishi munotayin. Allah xolisa Peygamber aleyhisselamdan kelgan bir sahih hadis var. Kesbi bir fahish ayol. O hayatı ettigen çıkıp fahish, kechkichi fahish, hayatı fahishxonada fahishlik qilib o'tadigan bir ayolning qissasini Peygamberimiz so'zlab, o ayol bir çölden ötep ketip berip, bir quduqning etrafida bir ishning usuzluktan ölüp ketgili qopqinning yüzünü köydü. Ayolning insonligi tutib, mayada quduq turibdi. Onun su ep içidigan çiliki qaçısı yok. Onu bir sug'urib qaybi usuzlukda deb o'zining o'tikini selib, o quduqdan su elib bir ishni sug'urib qo'ydi. Bir ishni bir qitim usuzlukdan qutuldirib, bir ishqi o'lgili qopgan ishqa hayotlik bergan sababidan Allah uning hayoti bo'yicha fahishi jinoyatlarini Allah kechirim qilib o'tib jannatga selibdi deb xabar berdi Peygamberimiz. Biz şu peygamberinin ümmeti. Allah halisi bir bendini en küçük bir ameli bilen cennetke selib o'tadi. Allah halimisa başkalarını kemsitken, hakaret kılgan, üzni çoğ tutuvagan, üzni evliyalık makamıga kötürüvagan, üzünün qarindoshlarını pes haletli kögen, načar haletli kögen, eziyet bergen haletdeki insanlarını, kibir temenna kılgan insanlarını Allah Teala cennetden mahrum qo'ydi. Çünkü o cennetke kişinin danışçılık üzge kibir kılgan insanga o'rin yok bir cennet. Şunu Allah qarindoshlarımızga kibir qilishdan o'z panoyida saqlab qolsin. Ama biz dava meselemizde duch kelayotgan bir meselemiz var. Dava meselesinde duch kelayotgan meselemiz siz müşahit olgan bo'lishingiz mumkin, biz müşahit olduk. Xalqimizning vaqtini elayotdi bu dava. Mesela xalqimiz ichidagi munozir o'zaro bisimiz ixtilofga kirib qolgan vaqtda Xitoyla aram ep qolyotdi. Aşı Xitoyga qarshi ishlatadigan vaqtimizni bizning chet eldagi har bir vaqtimiz aşı qon ichida yashayotgan mazlum xalqning omonati ma vaqtmi bizga. Mushu omonat vaqtni o'z ishimiz bilan talash tortish qilishga ishlatyapmiz. Buningda pat qanam ziyoli tabaqasidagi qarindoshlarimiz şu İstanbul'da yaşayotgan asası merkez bulup qavatıdı. Qar kiyimlik ayollar ve yoki saqalliq erlar ve yoki diniy e'tiqodliq odamlarning bir taraflarini kemsitgan bir holatlarda bir narsa yozmalarni yozib qo'ydi. Bularning ichidan egisini topqili buldiganlarmi ham bor, egisini topqili bo'lmaydigan mavhumlarmi ham bor. Mavhumlarni Xitoy yozgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman men.
mevhum emaslarının özünü şu qarindoshlarimiz bir ahli ilmi bilan suhbat ep berib bir azroq maning diniy soha bilan bir taqinishib qoldigan tarafi bormi yo'qmi o'ylashma yozib salgan bo'lishi mumkin. An har bir mushundaq bir yozma chiqsa, an diniy sohadimi uningga qaytarma hujumga o'tish bilan, so'zlash bilan, yozma yozish bilan xalqimizning mushunda isrof bo'lgan vaqtlardan necha oyliq vaqtlarni isrof bo'lib ketdi deyishga bo'ladi. So'nglashqa buningdan keyin biz diniy sohadagilar, fanniy soha bo'lsin, yalang'och ayol bo'lsin, bastaq ayol bo'lsin, qandaq ayol bo'lsin, hech kimni kamsitmaslik. Xitoyga qarshi turayotgan har bir jon egisini qarindishim deyish, har qandig'ini chiroyli aplishish, chiroyli yordamlashish, millatdoshlik, aqrabolik, tuqqandochilik qarindoshligimizning o'zini saqlab qolishga tirishish tashabbusida bo'layotimiz. Ammo fanniy sohadagilar balkim ko'p sonliqi shunda az sonda bir turkumda mushundaq bir hadislarni o'ttirib chiqarib qo'yayotdi. So'ng buningdan keyin ikkili sohaga tavsiyam bizning dardimiz o'xshash, dardimiz o'xshash, dushmanimiz o'xshash. Ammo biz bir-birimizning kiyim-kechak, urf-odat, yurish-turishlarimizni o'zga til haqorat ishlatmaslik, kamsitmaslik hammamizning o'rtaq majburiyatimiz. Masalan, siz Yevropada yaşadığınız, qar kiyimlik ayol ko'magan bo'lishinglar mumkin. Ammo Yevropaning xristian ibodatxonalariga kirsanglar, dunyo bo'yicha butun xristianlarning kanisalardagi, chirkovlardagi rahibalar qar abayi kiyib, qar yog'liqchiga bo'ladi. Biz har qanday qonunliq bir davlatda turgankanmiz, demokratiya degankanmiz, demokratiyaning aqlli prinsipi insoniyatga ziyon zahmatlik bo'lgan bir kiyim-kechak, urf-odat bo'lsa, davlat chek qo'ydi unga. Davlat qo'ymagan cheklarni, tajovuzchilarni biz qo'yash, aşı vatandami Xitoylar davlat shaxslarning kiyim-kechak, urf-odatlarigacha chekildi. Biz u Xitoydan qutulib chiqqandan keyin chet elda qarindoshlarimiz bir-birimizning kiyim-kechak, urf-odatlarimizning o'ziga til tekkizmaslik, o'zaro qarindoshligimizga daz qo'yadigan bir masalalarga xalqimizni so'rab kirmaslikni tashabbus qilaman. Bu holatlarning o'zida mushundaq bir dinni tushunmoqchi bo'lib maqola yozmoqchi bo'lgan har qanday qalamkash qarindoshlarim bo'lsa, men fidoyi xizmatinglarda bo'laman. Bu yerda bu kiyimning masalasi jiq talash tortish oldi. Meningcha bu ortiqcha, boy siz degandekiligi düşman bir yoqqa qap qilib, o'z ishimizda yo'qolan bir temalarni o'tirib qo'yib talash tortish qilish bilan vaqtimizni isrof qilish bu Xitoy kutgan ahvol. Şuna bu bayramı deb o'tdim, har kimning qanday kiyinishi o'zining erkinligi. Onunga hujum qilish, uni kamsitish hech kimning haqqi emas. Ya'ni demokratiyada bu shunday yozilgan, har odamning mayli har qanday shaklda bir ish qilishi o'zining erkinligi, uning erkinligiga daxl-taruz yetkazilmasligi kerak. Deyilgan. Shu bo'yicha yashaymiz bizmi Yevropada. Bu yerda şu Hristiyanlarning mabaysiz deganda qap-qora kiyinganlarmi bor? Ular hech kimga g'ayri ko'z bilan qaramaydi. Ama bizde muhim mesele Uygurumuz mushunda qirilayotgan bir holatda her bir Uygur vicdanını ortaga qo'yib turib, vijdoniga javob qilaligidek shaklda yashash. Ya'ni bu dardni biz anglatmasak kim anglatadi? Mayli qop-qora o'ynab hijoblik bo'l, mayli yalang'och yurguning bo'l, mayli aroq ichib o'ynab yurguning bo'l va yoki ilmiy ziyolilik qilayotganing bo'l, ammo Uyg'ur ekansan, Uyg'urligingni joriy qildir. Ya'ni Uyg'ur insoniyat tarixida hech qanday millat ko'rmagan zulmni ko'ryapti. Shunga sen oldi bilan mayli jannatni o'yla va yoki pul tepib boy bo'lishni o'yla. Aldı bilen şu vatanda qon to'kayotgan qarindoshlarning ovozini dunyoga anglatishga tirishmasan, sen Uyg'ur emas, sen insonmi emas, sana ne cennet, ne huzur, halovat, bilmayli bir kunda bir balo qazoga yo'liqib qolishing mumkin. Şu vatanda qon jilayotgan qarindoshlarning ohu zarlari seni yeb qo'yishi mumkin. Şuna bugün bu gapni teshishga maqsad mushu xalqimizga mushu ma'noni yetkazishdan iborat. Undan boshqa yana bir ishim keldi, qarajim hamda bu İstanbulda Uyg'urmi ko'p, ahvolmi murakkabkan. Boya sizmi shu
qo'ymuchilikninki gapini tilg'ab qoldingiz. Men arliqda bir qo'ymuchininki ishini xabar qilgan, ham ko'pchilik bilan o'rtoqlashgan to'q. Ya'ni bechora haramga boramiz deb tayyorlik qilayotgan bechora bo'y mo'mayninki 110 necha ming dollar pulni qo'yayotgan hali qo'ymuchi Davud degan qo'ymuchi. Onun ahvolini men o'tirib qo'ygandan keyin undan burunmi birisi video ishlab chiqargan. Xalqimiz orasida qattiq qo'zg'olon qo'zg'adi, ham qattiq g'azablandi demaylan. Bu qo'ymuchi anglasam dinda o'qigan 30 pora Qur'onni yodlab bilgan qorimga. Bundaq odamniki bundaq qo'ymuchilik qilishi endi biz Allohga abayli kechirmaydi do'zaxini inson masalan bizga o'xshashlarmi odatdagi insonlarmi qalbimizda o'tmaydi masalan. Dinda shu qadar o'qigan, Allohdan qo'rqaman deb yashayotgan bir munofiqninki bu shunda qo'ymuchilik qilishi ham nurg'un odamninki vayron bo'lishiga sababchi bo'lishi bu mayli dindimi, insonchilikdimi kechirib bo'lmaydigan jinoyat. Bu jinoyatni tillab o'tsaq, yana har xil qo'ymuchilik ishlari ko'rilyotdi Istanbulda. Masalan, o'quvchilar orasidami mush Yevropaga yo'lga solamiz deb ba'zilarni qonqir qaqishib nurg'un pullarni olib bermayotgan ahvollar borki. Bu ahvol nimish qildi bilmadik, xili avjab qoldi Istanbulda. Chunki xalqimiz bayım sizmi dediniz Türk'üm deb shu Yevropaga ketishga tirishyapti deb xalqimizning mushu bir qiyinchiligini tutib oliblar, shu bir ehtiyojini. Yo'l ko'rsaman deblar shu haramdan shu pulni yeyotganlar bor. Mushlarga deydiganingizni bir anglasak. Endi bu dunyoda zulm chekayotgan insonlar bor. Lekin Falastinlik desimi nurg'un davlat ega chiqyapti, Arakanlik desimi nurg'un davlat ega chiqyapti, Nalik desa dunyo ega chiqyapti. Bir davlat dindaşlıktan, milletdaşlıktan, insandaşlıktan hazır Uyghur Müslümanlarga igi çıkıdığan asasen devlet süpütü bilen biz ige ma xalqqa. Bu xalqning dədigi biz ige, noposuga biz ige deydiğan milletdaşlıktan ümit kütken, dindaşlıktan ümit kütken rayillardan Uyghurlarga igi çıkmadı. Ama Allah Hristiyan dünyasını Uyghur xalqının hazır igidarçılık hamiysi qıp koydu. Bu Allah'ın bir iradesi. Bunundan üzü milletdaş durup, dindaş durup, üzünün Uyghur halkıga dünyada onun ağır vaziyetiga igi çıkanmağanlar dünya ve ahirette Allah'ın aldıda yüzü qara bolgan halette hisabatını biridu. Allah'ın aldıda bu şahit. Hem de Uyghur halkı moşundak ağır intayin qattiq qon üstüdeki bir millet chat eldiki mi? Muşu Yavrupaga ketimen digenlemi onun birisinin ya pulusu var ya pulusu yok. 9'u yakın Yuruklardan 500 dolar, 400 dolar eşeğe basam işlep birme, 5-6 aydı birme, 1 ayıldı birme dep, yüzünün bir pulusu var, kalbi tehibi ketip, chat elinin taşlarda ketip ketmegen, vatandaki kalları mihriballığı, Uygurdaşlığı azrak kırp kalgan karındaşları terpiden ötni yerim sonra pel kılgan mesele şu. Hem de şunu hecge, haremge bağlı çıkan adamı silli bilirler biz Uygur'da bir ömür 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl pul işlep tepip Uygur'un armağanı nemiydi dese ata-anemni haremge yapırmı ya haremge barma deydiğen bir arman var Uygur'da. Muşu arman bilen 20-30 yıl Allah'ın yoluna atap çıkan pul haremge var Allah'ın pulu koyulsa. Hem de Avrupa'ya ketimen değilgenlerinin pulu koyulsa aşıla meşedin Kırındaşlardan şu 4-5 bin dolarını qarız eliş üçün Türkiye'de bir adamdan 5 bin dolar qarız çıkmaydı. En yakın tıkkınıdan 500 dolar qarız çıkmaydı ma Türkiye'den. Ma Türkiye'de en mert, en mert, milyoner bir Uygur dostunun sorap kalsın 500 lira qarız çıkıp kap kalsın ait mert kırındışımız buluşu mümkün hazır. 500 dolar qarız durup kalgan dostlar acayip katta ahiretlik dostlar hem de bu. Aşı 4000 dolar, 5000 dolar pulunu 10, 15, 20 adamdan qarız algan buludu dostlardan.
ne çıktım sağırıp. Endi şunu qara qo'yib etken bolsa, ular nega ketken bolsa, üzünü, ailesini bir tinch aman, bir tinchlik his qiladigan davlat tarafidan umumyuzlik u xoligan vaqtda tutilib ketib, ziyon zahmatga uchrashdan üzünü bexatar bir zaminning o'zida üzünü yerlashtirish uchun sabab qilayotgan, yani üzünün ailesini xotirjam qilish uchun tirishayotgan bir qarindoshlarimiz. Endi shularning mol mulkiga qo'l sunganlikning o'zi Payg'ambar alayhisolamdan kelgan bir hadis bor. Mazlumlarning mol mulkiga qo'l uzatganlik, Allohning mulkiga qo'l uzatganlik. Allah ularni ikkili dunyoda sharmanda rasvo qilib o'tadi. Ikkili dunyoda intiqom qiladi. Ammo Uyg'ur hozir Uyg'urning sotimiz yo'q. Ma quymichilar, qarchilarning o'zi ular qonunni yaxshi bilib, advokat yollab turib quymichilik qilyotdi. Mani qilsam, qanday qilsam qonun meni jazolayolmaydi. Qanday yeb ketsam qonunning jazosidan qochib qutula olayman deb, mazlum xalqning omonatlarini quymichilar advokat yollab turib, advokatning chiqarib bergan qonuniy yuchuqlar bilan qo'yib yetib beryapti. Şuna ularni qonunga tortish imkoniyati bo'lmayotdi. Ammo unda ketavermaydi. Cho'qim Sharq Turkiston xalqi bir adolatga erishgan bir vaqtda inshaalloh taolo davlatimizni qo'limizga qaytarib olgan bir vaqtda o'sha chet elda hojimlarni, o'quvchilarni, musofirlarni hammani qo'ygan qo'ymichilar Sharq Turkiston sotiga birma-bir chiqadi. Onundan başka Şarkı Türkistan'da aşı xalqimizga qonliq qisas etbagan, Şarkı Türkistan'da yalgan guvalık bergen, turpallık raqib Xitay. O to'g'ilma aşı Xitaylarning bu payishxonada bo'lib axlatga tashlatgan Xitay yavu. Mesela Akmasjid imamı Abdushukur Xitay. Aşı her bir Uyg'ur milletining nomidan aşı xalqimizni Xitoylarning o'ltirayotgan, solayotgan qonliq yoshlarning o'zida guvohlik berayotgan bütün Shuhrat Zokir degan haramlikdan tortib hammasi yoki xalqaro sud bilan jazolanadi yoki Sharq Turkiston sudida jazolanadi. Ammo uning umri bo'lsa, ammo raqib Xitoydan tortib Abdushukur Xitoy Shuhrat Zokir haramlıqdan tortib aşı vatanda Xitoyga qor qo'llab ishlayotgan yerlik millat bo'layotgan bütün xoinlarni Xitoy chiqitish to'g'ri kelib qolsa oldi bilan shularni tizib aşı o'qqa tizib yetib chiqdi. Oldi bilan o'ltirdi o'g'illarni. Ammo Xitoy shularning o'zini birdan jazolayotdi. Mesela yerlik milletlerinin için en aktif aş halkını kırışta, itişta, solaşta, gongsandan lanetilerge töhbi yarışta, yaratışta Xitay tacavuzçılarına Nur Bekir'den ötep hizmet kılalgan Uygur yok. Onundan mı yukarı mensep çıkalgan münafık yok. Caylıvetti. Şunu Shuhrat Zokir haramlıklarına bardağa yeri aşı. Şunu vilayet, nahiye, bütün Xitayning Gong'an, Enchan, bütün etraflardaki münafıklar şunda halkı kırılayotgan, Xitoy qo'rqayotgan, Xitoy jazolanishga xalqaro sudga chiqishga yaqinlayotgan vaqtda bütün qo'lida Xitoyning ziyonkashlik materiallari bor, Kadir, Enchan, Gong'an har qaysi sohadagi münafıklar shu materiallarni ilib, chet eldagilarni ta'minlab, chet elga qochalaydiganlar qechib, aşı Xitoy zolimlarga qarshi Xitoylarning zulmlarini pash qilib, o'zining xalqini qutqizishga bir milliy manfaatimizga to'hfa yaratilgan bo'lsa, tehi qiyomat bo'lmagandan ularni xalqimiz kechirdi inshaalloh. Kechirishi mumkin. O'zining jinoyatini yengilletishi mumkin. Chet elga materiallarni ilib chiqalaydigan imkoniyat bo'lsa, shular Xitoyga qarshi har qanday material olib chiqqan cho'ng kichik bütün amaldorlarning o'zini Avstraliya, Yevropa ittifoqi, Amerika, Kanada shartsiz ularning siyosiy panohligini qabul qiladi, ular o'zini mol-mulklarini qutuldirib qola olishi mumkin. Şoňlaşqa bütün quymichilarga, vatan ichi sirtidagi münafıklarga nasihatimiz şu, ular jazolanadigan bir vaqt keladi. Ularni jazolaydigan kuch-quvvat chiqadi.
Ularning quloqlaridan o't chiqaradigan bir vaqt keladi inshaalloh taala. Mazlumlarning ahuzlari cho'qim ularni tutadi, halaq qilib o'tadi bu qiymichilarni. Şunlaşqa bizning chet elda ijtimoiy krizis hamma sohalarimizdan chiqyapti. Musibatlarimiz yangi chiqyapti. Ammo bizni o'ttirg'a qo'ya olmayotgan bir da'vo bor. Unutib qolmaslik uchun hozir bir eskartilishni loyiq topdim. Biz Sharq Turkiston xalqining Uyg'ur qozoqni asos qilgan bir da'vo bo'layotdi. Ammo Sharq Turkistonda munda bir xalq bor. Yakınki zamandan beri bizning yurtimizda Xotan viloyatlari, Qashqa, Aqsu viloyatlarigacha bizning rayonimizda cho'ng kichikilib 300 dan ortiq xristianlarning ibodatxonalari paydo bo'lgan. Xitoylar shularni taqab, solab 500 mingdan ortiq xristian diniga murid bo'lgan Uyg'urlarning o'zini tutib, Xitoylar intayin qattiq bostirishning o'ziga uchratyapti. Buning tunchulab Sharq Turkiston ulamolar birligi bayonotida Ataullah Xalpitajimning bayonotining o'zida Xotanda aşı xristian muridlarning Uyg'urlardan tashkil topgan Xitoylarning tutib solab ularni jazo qilayotganlik, jazo yurgizganligi, ularda musulmonlar emas, xristianlik emas diniy e'tiqod erkinligi bo'lmaganligini tilga oldi. So'ng buningdan keyingi chet eldagi butun tashviqotchilar u yerdagi dava Uyg'urlardan boshqa xristianlarning davası ekanligini dunyoga anglatish kerak buni. Buni o'ttirib chiqishimiz kerak. Davalarımızda çoğum şu yerde zulümge uçurgan her bir canlıkның işikning davasını tatip çıkışımız gerek biz. Şarkı Türkistan'ın bütün tuprağına ilgi çıkışımız gerek. Bütün halkıga, yavai hayvanatlarga, çöl cezirelerge ilgi çıkış bizden mecburiyetimiz var. Bu vaqtda menimcha bizlar emas, boshqa shu xristian medialarmi tashviqotidi. Bizning vatanda emas, shu Xitoydami o'zlariniki cherkovlarni, masalan, Xanan, Yunnan degan yerlarda shu cherkovlarni majburiy chiqib o't qo'yib ko'ydirayotgan videolarni ko'ryapmiz, masalan, Facebooklarda, boshqa yerlarda. Bu ahvolniki bizning vatanda bo'lishi normal ahvol. Chunki bizning vatanda hech qanday bir dinga yo'l qo'ymaydigan, shu Shiy Xitoyni madiylaydigan, hatto nimalardami, lagerlardami bu Shiy Xitoyda to'lagin chiqqan bir manqi Xitoy o'zining asarlarini yodlatqizib shu lagerdagilarga. Kunda Xitoy tili o'rgangandan boshqa Shiy manqiniki shu so'zligini o'rgandi ekanda. U deydi, u demakchi Shiy sening Tangring, senin Allah'ın yok, Xudoying yok, hech nimang yok. Mushuni o'sha konuşan kerak. Bu kafirlarningki endi hozir qilayotgan ish shu. Shunga musulmon demedi, xristian demedi, buddist demedi, hammani buzib chiqyapti. Shunga butun dunyoning noroziligiga uchrab ketdi. Undan boshqa abayqindek qo'yimchilik ishini sizdan so'rashimdagi maqsadim shu diniy soha, bizning Istanbuldagi, Turkiyadagi qarindoshlarimiz ko'pincha diniy tusag'ash, şu dini sahadakilarniki bu jihatda mushtaq ahvollarning oldini olish, to'sish, agar zo'ri tepilsa bir adil hukm chiqarish, ham bu ommani qo'zg'ab shundoq qo'yimchilik qilayotganlarni jazolash jihatlardami roli bo'lishi kerak. Shu jihatda sizlarniki va boshqa tashkilot shaklida faoliyat olib borayotgan qarindoshlarning aktiv rol o'ynashini bu orqali bu ishni keyingi qo'ysak toza to'g'ri bo'lmaydi. Chunki vatan ozod bo'lganda Sharq Turkistonda tabiiy sotlanadi. Ammo hozirdan boshlab bu qo'ymichilarning shu razil jinoyatlarini to'sishga tirishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Bu jihatda diniy ulamolarning rolimi cho'ng mencha. Endi buningga o'zi lekin ulamolarning da'vo dasturiga kelishni qabul qilganlarninkini bu musulmonlar bo'ladi. Bular halol haromdan qo'rqmaydiganligi ulamolarning qashib kelgandan keyin bo'lsa birdi, ba'zilar yo'qlarga birdigan muhlatlar bilan ularga bir hujjat qildirib birdi endi. Ammo bular qo'ymichilarning sillida bo'lgan qorilar bo'lsin, olimlar bo'lsin, nimasi bo'lsin, bu qo'ymichilar olimlarning oldiga da'vo dasturiga keldiganlar emas. Bular asosan qochib yurdiganlar. Bularni qonunga tortay desa, bergan pul ular advokatlar bilan billa
qonunning yuchiqidan qonunga tortilmaydigan holatlarda qechib yegachga ularni qonunga tortqili bo'lmaydi. Yevropada qanday masala var men uqmayman. Biz vatanda bir odamga tozalik qog'oziga hujjat yozib bersa, sud mahkamalarida eqiverdi. Xalq e'tirof qildi. Ma Turkiyada aqmaydi ekan. Turkiyada har qanday odam bilan bir elish-birish muomala qilgan vaqtda bir shaharning, bir nahiyaning 1 million odam imzo qo'yib qarz versimi, sanat deydigan bir qog'ozga yozilmasi e'tirof qilinmaydi ekan. Meşede bir adamdan pul vergen vakitte bütün aşı kağıt dokanlarda setiledikken senet dese, senetinin üzüge hüccetini yazıp, yüzünün kimlikini işkiye yazıp, imzasını, kimlik numarını işkiye, imzasını işkiye etip, pulunu ağan tarihi, kaytırdıgan tarihini yazıp bese, onunla bilek başka guvaçı ketmeydikken. Bir adam üzünün guvalıqını tuluk yazıp birdikken, bu senetki yazılgan hüccetini devlet tuluk itiraf kıldikken, bunu advokatlarla ağıl oldikken. Şuna Türkiye'deki bütün başkalar bilen eliş-biriş kılgan insanlar 1 liraga 2'ni birdi. 20 liralık kağız. Senet degan qog'ozning o'ziga har qanday olaman ma'qulni, olamay qilib qolsam huquqimni qo'g'dayman degan bütün haq talablarining o'zini sanatga yozdirish kerak. Sanatga yozdamagan, ama 2 guvochi vardi, 3 guvochi qarab turibdi va yoki ma qog'ozga yozib 5 odam imzo qilib 10 odamning guvohligini hujjat berdi degan ma'nosining hech qaysi qonunda oqmaydi ekan. Şuna bütün Türkiye'deki karındaşlarımızga tavsiye, birisi bilen kuyumcu olsun, kandak adam olsun, ma adamga pul verdim. Bunu ilişim mümkün. Alanmayı kapkasam kanuni sot bilen ben hukukumni kapalatga igi qilishim mümkün. Bunu almasam bo'lmaydi deydigan pul olab kapkasa, çokum bunu senetki yazıp, senet boyunca hüccet ilişini unutmaslıkını tavsiye qilamiz. Ama biz teşkilatlarımızı, ilim ehli buluş sütümüz bilen teşkilatlarımızın arasında üzümüzün işini üzümüz bir taraf kılalaydıgan aramızda güç kuvvet ilgileri var. Nurgun çiniqqan balla var, muştumuları kıçışıp ketken balla var. Mandak noçulanımı inşallah ama insani güç kuvvetimizden mi eppiriş. Ulanın hukuka tecavüzü uçurganlarının üzünü yüzümüzün örfü adetimiz bilen qoğdaş bir guruhi, bir teşkilatlarının buluşunu mu inşallah taala teşebbüs qilamiz inşallah taala. Bu mu ro'yobga chiqib qolsa? İnşallah. Mening mushundaq bir ümidim bor. Yani biz tarixdan Uyg'urlar arasida odatda bu. Yani mahallalarda mushundaq aqni ayıradigan qazilardan boshqa mushundaq bir siz degandek mushtumi qichishib ketgan aqni agar qonun bilan islom yo'lida ayrig'il bo'lmasa mushtum bilan ayraydiganlarmi bor? Bundaqmi kerak hozir bizga? Ehtiyojimiz bor, chunki ba'zilar haqiqatan muttaham pulni olib turib olmadim deydigan, olib bo'lib qechib ketib yo'qolib ketadigan undaqlarni so'rab chiqib o'zimizning usuli bo'yicha hal qilish bumi bir usul qo'llanish kerak. Bunda Türkiye'deki kayındaşlarımız oluşup kösü oldu. Çünkü mayli qandaqlı usul qo'llanmaydi, mushu yüz berish ihtimoli bo'lgan qo'ymichilikning oldini olmasak, bu hikoyalar yuragimizni ezib etdi. Nurg'un oilalar vayron bo'lib ketdi. Bu ahvollarga yana keyingi olib qo'yib, keyin jazolaymiz degandan ko'ra hozir nim qila olamiz degandan o'ylashib ko'rish kerak. Buningda diniy ulamolarniki cho'ng roli bo'ladi. Ham mana qanday mushtumni chiqqan erkaklarning roli bo'ladi. Buni ikkilisini paylash kerak. Ana shu chog'da qana ko'raydi cho'ng'roq qo'yimizdan bir ikkisi qattiq bir jazolansin xalqimiz tarafidan. Anondan keyin qayni qo'yimchilik qilmoqchi bo'lganlar va shunday niyatda bo'layotganlar cho'chuydi, o'zini tortilgan bo'ladi. Oxirda Qarajim bir narsani so'rag'im keldi sizdan. Men tunji qatam bir diniy arbob bilan suhbat qilishim. Bizning da'vomiz endi masalan butun dunyoda bilmaydigan odam qolmadi. Asosan hammasi bilib oldi. Hristiyanlardan musulmonlargacha, dinsiz ellargacha butun dunyo bilib oldi. Uyg'ur desa bilmaydigan yo'q hozir. Ammo bir reallik shuki, biz hech tasavvur qilolmagan bir ahvol yuz beryapti. Ya'ni bizning qondosh, dindosh qarindoshlarimiz
Şu Arap devletlerinin tatip Türkiye devletlergece, Türkiye'le emas. Bunun olmuş Orta Asya'daki Türkiye milletlerini asas kılan devletler, hem devletler var, Müslüman devletler. Bizni qo'llamoqda yo'q. Xitoyning ekmekiga may surkab berdi deb qo'ymizmi? Xitoyga ham besyapti yani. Xitoyning qilayotgani to'g'ri deganlar bor. Endi bu diniy jihatda asli diniy bilimleri desa, shu masalan Arab davlatlari va boshqa musulmon davlatlarning diniy bilimleri biznikidan cho'nqaroq bo'lishi kerak menimcha. Chunki ularda erkin muhit bor dini o'rganadigan, hamma narsa to'liq. Dini bilimleri biznikidan cho'nqur bo'lishi kerak. Shundoq turib, birisi ikkisi Xitoyning poqini yesi mayli, hammasining Xitoyning poqini yeyishi shaxsan meni qattiq Uyg'ur millatini qattiq cho'chitdi. Ham bizda bir savol tug'ildi. Bularning iymoni sopmi, qandoq degan bir savol tug'ildi yani. Shu savolga qandoq javob topa olishimiz mumkin? Ularning iymoni sopmi? Endi hozirgi sharoitimiz haqiqatan biz millatdosh degan davlatlar millatdoshini tunamadi. Masalan, O'rta Osiyoni olsak, Qozog'iston bizdan emas. O'zining onasi qozoq, dadasi qozoq, qaysi millati qozoqdan kelgan ikki qozoqni siyosiy panolik bermay Xitoyga o'tkazyapmiz deyapti. Shvetsiyaning o'zida bir ayol qozoq panolik oldi. Saragül Qozog'iston bir tal ayol kishiga ega chiqolmadi. Demak, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikistonni hammani Xitoyning bir o'lkasi desakmi bo'ladi. U yerda Xitoy o'zining o'lkasida hukmronlik qilyotidi, ham ularning andaq podshohlarini va kazalarini musulmonmi deyolmaymiz, musulmonga tavama emasmi uqmaymiz. Uningdan boshqa arab davlatlariga nisbatan sizlar yuqorida ilm deb qollar, ilm boshqa gap. İman başka mesele. Masalan, iblisda ilim yetküçü ba, yer şarının alimlerden alim. Allah onundan ilim ne emas, iman neyle aldı. İlmi şüpheti ba, iman neyle ağaçka kapır olup gitti. Sonuçta ilim başka neyse, iman başka neyse. Sonuçta Arap memleketlerine mi, O'rta Osiyo memleketlerine mi hemmisini Xitoyla asasen setibap bo'lgan. Xitoyning mal mulki, iqtisodi ularning ustidan g'olib kelib bo'lgan. Ammo xalqi, yerlik xalqning hammasini setib ololmag'achqa, yerlik xalq, yerlik olimlar davlatga vakillik qilmaydigan o'zining shaxsiy tashkilotiga va yoki o'zining iymoniga vakillik qiladigan xalqlarning o'zi Arab mamlakatlarining hammiyada Sharq Turkiston musulmonlarga yordam berishga tirishayotgan musulmonlar ham bor. O'rta Osiyoda ham bor, hamma yerda bo'lishi mumkin. Ammo hazır aytganda O'rta Osiyoning o'zida bo'lsin, Arab mamlakatlarining ichida bo'lsin, qiyomatda Allohning oldiga borganda qasi hisobni berama. Qiyomat bo'ladi. Qiyomatning oldida Sharqi Turkistonda ko'ydirilgan Qur'on, hattoki boshqa narsalar O'rta Osiyoni tilga oldi. O'rta Osiyoni Arab ellerini. Afg'onistonda islom xiliflik qurmoqchi bo'lgan, islom podshohligi qurmoqchi bo'lgan bir insonlar va shuni Xitoylar bilan Beyjingda eg'iz burun yalishib, shular bizning qo'shnimiz bo'lmasa qo'shnimiz islomni oliy qilish uchun masjidlarni Qur'on qatlamini to'xtatish kerak. Shu bizning qo'shnining haqqi hammadan eg'ir. Shu Sharqi Turkistonda ko'ydirilgan Qur'on, yiqilgan masjid, o'ltirilgan islom ummati uchun shu tam qo'shni bo'lgan, shu islom davlati qurmoqchi bo'lgan, xalifalik qurmoqchi bo'lgan insonlar tarafdanmi Xitoyga bir eg'iz qarshi bayonot chiqib baqqanini biz anglamadik. Hattoki Xitoyga qarshi zulm Tayvan Xitoylari, Shangang Xitoylari, Dalai Lama, Buddist, Yahudilar, Hristiyanlar hammasi Sharq Turkiston mazlumlari tarafda turib Xitoyga ovoz chiqarib bo'ldi. Sizlar O'rta Osiyo Arab ellerini emas, o yerda texi Allohning dinini oliy qilamiz. Voy Allohning dinini falan qilamiz.
Voy Qur'onni munda qilamiz deganlar oyati ko'ydirilgan millionlarcha Qur'on, Sharq Turkistonda 100 millionlarcha Qur'on ko'ydirildi. 20 ming masjid yıkıldı. 5 milyoncu musulmonning o'zi qatlam qilindi. Shuni qo'g'diyammagan, shuningga bir egiz ovoz islomni oliy qilamiz degan insonlar tarafdan chiqolmadi. Hayron qolarliqi bu. O'zining oliy qilmoqchi bo'lgan islomi qaysi islom? U qandoq islom? Yana texi bizning Uyg'urlarning ichidan texi şu insanların murid maşayihler var texi. Belki ularning Xitoy bilan eg'iz burun yalışıp yurişi, o Sharq Turkistondagi zulmlarda Xitoyni qo'llashi, yordamlashi belki o'zining siyosatidir. Ammo Xitoy bilan hamkorlashgan, Xitoy bilan do'stlashib ittifoq tuzib, Sharq Turkiston musulmonlarining o'ziga zulm solgan, Sharq Turkiston musulmonlarga xiyonat qilgan har qanday insonlar bilan Uyg'urlarning birlik holatda, birlik safda turishi harom. Juda bo'lishi farz. Xitoyning ittifoqdoshlari bilan birlikda turganlikning o'zi Xitoy bilan birlikda turganlik bilan barobar. Boshqa narsa emas. Şolaşka Allah Teala'dan biz Müslümanlar bütün dualarımızda ey Allah bütün İslam ümmetinin üstündeki çok küçük mesullerini, alimlerini, padişahlarını, valilerini, hakimlerini iman hidayetin, adl adaletin olan ıslah kıtbedip dua kılışkı biz mecbur. Onundan başka ya Rabbi Mağrib'den meşrikçi üzü Müslüman bu Müslüman. Sharq Turkiston mazlumlarga yordam berishda bizlar bilan ham nafas bo'lib Xitoy zolimlarga qarshi turayotgan bütün dunyodagi har xil e'tiqoddagi insonlarni iymon, islom, hidoyat bilan sharaflantirib mukofotla ya Rabbi deb duo qilish bizning majburiyatimiz. Biz Arab davlatlarga bo'lgan tashviqotlarimizni, ommaviy tashkilotlarga, xalq ommasiga bo'lgan tashkilotlarimizni inshaalloh taolo layoqatida yaxshi olib boralsak, xalq uyg'onsa, xalqning 50, 60, 70% tushunsa, balki tushunib qilishi mumkin. Yana bir munda bir holat bor, biz Uyg'urlarda bangining qayoshi bangi bo'ladi. Qimavazning qayoshi qimavaz bo'ladi. Asasen Xitoy zolimlari bilan O'rta Osiyo Arab zolimlarining hukmron tutish zolimlik muhiti o'xshab ketadi. Hammasi diktator, hammasi zolim bo'lg'achqa, shu qimavaz bilan do'st, ishlarman bilan zahar bilan do'st bo'lgandek, ularning yana bir tarafda Xitoy bilan do'st bo'lib qilishi, ularning istibdod tabiiy tug'ilma zolimligi Xitoy bilan ularni birlashtirib qo'ygan bo'lishi mumkin. İkinci iqtisadi münasebet. Ama biz ularning puhralari umumiyüzlük, puhralarni insonligini yo'qotdi demaymiz, musulmonligini yo'qotdi demaymiz. İnşallah da ularning haqqida duo qilishga tirishimiz. Allah subhanahu va taolo isloh qilib bersin. Bütün dünya insonlarini Allah subhanahu va taolo iymon hidoyati bilan isloh qilib berishini biz tilash birdan bir majburiyatimiz. Amin. Rahmat Qarajim, bugun sizden almoqchi bo'lgan az bo'lmagan savollarga javob oldim. Buning ichida eng muhimi xalqimizga diniy jihatdan shuni tushuntirish mumkin. Sen o'zingninki manfaati uchun o'zing uchun jannat tilab o'tasan, jannatga kirishing tayin. Chunki sen bir Uyg'ur bo'lish sifating bilan millatning daryoda qon to'kayotgan mushu kunda agar sen zolimga qarshi ovoz chiqarmasang, o'zingning qilayotgan urug' tuqqanlaringning ovozini dunyoga anglitishga tirishmasang, bir bo'longa kirib olib Allohdan shu jannat tilab 5 vaqt namoz bilan o'tganing bilan kuning jannatga kirolmaysan. Bugun avvalgan qarimdan olgan javobim mushu bo'ldi, chunki uzundan buyon mushu savolga javob berish tushuntirishib kelayotgan, ham undan boshqa qarim az bo'lmagan jihatlarda qarindoshlarimizga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi, ham yaxshi tashabbuslar bo'ldi. Bular Qarajim bugun alohida vaqt chiqarib bizning ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Bundan keyin shu diniy jihatda yana bizning egallashga tegishli nurg'un bilimlarimiz bor.
aydınlaştırışqa tegishli az bo'lmagan masalalar bo'lishi mumkin. Yana sizni avval qilmiz bu vaqtda mushtaq savollar tug'ilganda javob berish uchun. Bundan keyin shu yoqda, ya'ni bo'libmi da'vo ishida hamkorlashishimizni umid qilaman. Oxirida sizning teningizga salomatlik, turmushingizga xotirjamlik tilaymiz. Xayr, Allohga omonat. Bo'ladi. Hamma qarindoshlarni, tanışıgan hamma do'stlarni Allohga topshirdim. Hammalardan umidim duo. Men oxirida bo'lsa o'zimni bir tunishtirib salomlashay. Men Xotandan. Dadamning ismi Abdulhamid Maxsumajim. Buvimizning ismi Baqaqulluqum. Xotan Qarqashdan. Meni asosan Xotan viloyatiga tava adamni Yevropada bo'lamdi, Amerikada bo'lamdi, ko'p tunishi mumkin. Turkiyadagi da'vo sepidagi qarindoshlarimizning xususan ko'p sonliqi tuniydi. Yevropada tuniydigan jiq do'stlarimiz bor. İnşallah taala tunishib qolamiz qarindoshlarimiz bilan. Men vatandimi, chet eldimi, mashahadim bir diniy sohada yashayapman. Dadamni ulug' dadamiz, ulug' bovimiz Allohning diniga nazr qilib vaqf qilib o'tibdi ekan. Dadamni butun avlodlarini Allohning diniga Sharqi Turkiston xalqiga vaqf qilib o'tibdi ekan. Mana Sharqi Turkiston xalqining vaqfisi şoň bütün qarindoshlarımızın qanday chaqda ehtiyoji chiqsa, cho'ng kichik bütün qarindoshlarımızın ehtiyojidan chiqalsam, men Sharqi Turkiston xalqining bir vaqf qilinib ketgan avlodi. Hammalarga Allah'ın güzel salamları olsun. Hemmenlerden dua ümit kılma. Hemmenlerine Allah'a topşirdim. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayır, aman bulun. Gözlerimden döner gahi bıraktı. Bir uygur gülümse cıraktı. Seviliştiğinizi taşar kırgaktı. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Sevmiştiğinizi taşar kırgaktın. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Yağmur her kaçan dersen en güzel düşlerde gözüm var. Hıyarlar her kaçan gezersen tamam. En güzel düşlerde gözüm var. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Kuşlarga qaray men nimadur özlem. Vatanım aslıdım kim
giya, her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Dıllarga tutuya, her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim bana. Ben seni şu kadar sevindim bana. Ey Rahman.